أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد biz o'tgan darsda tahoratning sunnatlarini bir-birlab sanab sivak ustida to'xtalgan misvak ishlatish shunami qala yana shu İbrahim al-Mawsili dedi demakchi قال المصنف رحمه الله تعالى والمضمضة والاستنشاق ثلاثا tahoratning sunnatlaridan og'zini chayqash va burunni chayqash bunu 3 qatimdan deydi. Aslida shu og'iz burun chayqash har ikkilisi sunnat. 3 qatimdan qilish u ayrim bir sunnat. Ya'khudhu li kulli marratin ma'an jadida. Har bir qatim og'iz burun chayqagan chaqda yangidan suv oladi. Limuwazabatihi sallallohu alayhi vasallam ala zalika kadalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashunda har bir qatimga yangidan suv olib og'iz burunni chayqaganlik uchun deydi. Davomli shunda qartilib kelgan. Og'iz burun chayqashni boshqa Hanbaliy mazhablarda masalan vojib deyish mumkin. Ba'zilar masalan Hanafiy mazhabda g'usl qilgan chaqda farz, tahorat sunnat. Ba'zilar buning tam aksi, tahoratda farz, g'usl sunnat. Ba'zilar har ikkisi sunnat deyish mumkin. Ba'zilar har ikkisi farz deyish mumkin. 4-5 xil qarashlar bor. Qala ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد. Beşinin cimi yerine çaşlarını demekçi ve iki kulakını mı kolu bir katım su elip mesih kılaya dedi. Bu mu taharatının sünnetlerinden. Lima ruya ennehu sallallahu aleyhi ve sellem tavadda'a ve mesaha bi cemi'i ra'sihi. Bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taharat ağın çağda beşinin hem yerine mesih kılgan. Ayetdeki vamsahu bi ru'usikum degan aş ibarını tushunishda ulamalar har xil tushunadi deb biz yuqorqi darsda o'tib ketgan. İmam Malik va İmam Ahmad beshin hammaga masx qilishi lozim deb Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatga tayangan. Beshining oldi tarafidan silgancha oq tarafiga burib, oq tarafidan old tarafiga keldi degan shu sahih hadis. Yani lima ruya da ibaret sürüşün aslı taz cahide masnım için bu seyyid iskegen rivayet mağdur. Lima sahha deyiş gerek. Yukarı bazı kuruldu şunda durgu lima sahha da. Lima ruya yani bu sigat tad'if bulup oldu adette. Hadisinin rivayetini acizlaştığındaki bir ahval. Oldukta maniki taharetindeki verzlerine diye vakti başına kökten bir kısım mesih koştular. Neyde andi Peygamberimizin sünnetiyle başına anneliğe mesih. He. Bunlarsa kaysmanlar şöyle. Hazırımda Hanafi mazhabının düşüngeni ma'lum. Ayette farzdan birini çal qo'ymay bayon qilyapti dedi. Deb birusikum deganni boshqa bir hadisda masaha bi nasiyatihi wal imama degan ash rivoyat bo'yicha tushunib başının 4'ten biri de bikti. Hem de yana bir hadiste beşinin hammerge masih qildi deb kelgachga ikkilisi tan amal qilmizda 4'ten birini masih qilish farz, hammani masih qilish sunnat deb mana muvofiq tushunibdi. Mana vaqat taqaddama annahu masaha bi nasiyati. Yani yuqorida shu beşinin oldi tarafi yoki kukulisi tarafiga masih qilganligi bayon qilingan. Unda olgandan sayakunu fardan. Shu 4'ten birga qilgani bu aqlli miqdor bo'lg'achqa buni farz deb tushunamiz. Buningdan kam bo'lsa bo'lmaydi, eng tuvanchiki deb tushunamiz. Va yakunu mashhul jami'i sunnah. Undan boshdan hamma yerga masx qilish sunnat bo'ladi deb shunda tushunamiz deydi. Va qala sallallohu alayhi vasallam al-udunani min ar-ra's. Hamda ma'lum kulakta masih qilish munosabatlik rivoyat. Ikki quloqmi boshqa tava, boshning bir qismi endi. Ana bu hadisni ojiz deb qaraganlar bor. Sahih deb qaraganlar bor. Lekin tekshirib kelsak, mesela İmam İbn Daqiq al-Aid al-Imam degan kitobida, İmam Zeyla'i Nasb ar-Ra'ida ben qilganda hasan darajalik hadis.
Şeyh Albani İrval Galil ve Silsile Sahiha'da Seyyid-i Bağlıgan. Lakin bu Hasan derecelik hadis buldu. Bu iki kulak başka tava başının bir kısmı digine bir yerde vel muradu beyanul hukmi dunal xilqa. Yani bu yaratılışta bu kulak başının bir kısmı da bunu bayan kılış emas. Aşı masx qilganda yani tartilishda quloqni masx qilishingiz kerak demakchi o'sha hadisda deydi. Yaratılışda. Al-xilqa degan yaratilishi. Yani yaratılışda mesela quloq shu boshqa tava yaratilganmi deb unda bayon qilish maqsad qilinmadi. Chunki zammalarga aniqandi shu boshda turadigan narsa quloq degan. Lekin bu yerdagi maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilmoqchi bo'lgani shar'iy ahkomlarga chetishlar. Ya'ni siz beshingizni masx qilgan chog'da quloqni masx qilish bor demakchi deydi. Endi quloqqa masx qilish masalasi boshning bir qismi desak quloqqa masx qilish kelib chiqadi. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda va masaha bi udunayhi zahirihima va batinihima deb kelgan. Ikki quloqning ichi va sirtiga masx qildi. Qo'shimcha rivoyatda Hisham ortiq rivoyat qilib va adkhala asabi'ahu fi simaghi udunayhi barmog'ini quloqining ichiga tiqdi deb bayon qilgan. Bu hadisni Shayx Albani saydiga hadis. Yani bir mazhabning shu quloqqa masx qilish degan qarashi jumhurning qarashi. Ikki quloqqa masx qilish sunnat. Lekin Hanifi mazhab bilan Shafi'i mazhabning o'xshamaydigan yeri ha yuqori qarasanglar al-Muxtarning matnida va mashu jami' ar-ra'si wal udhunayn bima'in wahid fa deb qo'ydi. Yani İmam Shafi'i boshqa qarashda demakchi. İmam Shafi'i rahmatullohi alayhi boshqa masx bo'lgandan keyin ayrim qo'limizni namdab turib quloqni masx qilamiz degan. Hanifi mazhabda shu bir qatim nam degan qo'l bilan boshqa va quloqni masx qilamiz degan. Lekin ko'pchilik olimlar quloqqa masx qilishni sunnat deb qaraydi. Hanifi mazhabga o'xshash. Qala va tahlilul lihya saqalni barmoq bilan aralash deydi. Saqal noiti bomba saqal bo'lsa yoki jiqraq saqal bo'lib qolsa, sirtini yuvish bilan ham kifoyalanmay, saqalni qo'l bilan aralaymiz. Lima ruya annahu sallallohu alayhi vasallam kana idza tawadda'a shabbaka asabi'ahu fi lihyatihi ka'annaha asnanul misht. Tağatninki tishlardek barmoqni shunda giralashtirib aralagan deydi. Demak, mush hadis hozir ojiz deydi. Mush rivoyat ojiz. Lekin buningdan boshqa rivoyatlarni qo'shib deganimizda saqalni aralash ahvolini hasan darajasida isbotlash mumkin. Undan keyin saqalni aralashmo sunnat hisoblandi. Waqila huwa sunnatun 'inda Abi Yusuf jaizun 'indahuma. Waqila degan Hanifi mazhabda shu bizning imomlarimiz tahlil lahya sunnat dedi degan qarash shu hisob. Lekin ba'zilar rivoyat sal o'xshamamdiki Abu Yusufning nazarida sunnat ishkaylan sunnat deb qaramaydi, joiz deydi degan ulamolar bor ekan. Lekin bu qarash ojizan. Abu Yusufni chiqarib aytgandan keyin indahuma deb ishkaylanni qoldirsak, İmam Abu Hanife bilan Muhammad ibn Hasan bu ishkaylanni at-tarafan deydi Hanifi mazhabda. Abu Yusuf bilan İmam Abu Hanife bo'lsa ash-shaykhan, ama ikki shogird bo'lib qolsa as-sohiban. Lianna sunnata ikmalul fard fi mahallihi. Chunki sunnatning mazmuni nimada iborat desa, bir farzni qilgan bo'lsak, shuni o'z joyida tahma to'liq mukammal qilishdan iboratda. Wa batinul lihyati lam yabqa mahallan lil fard. Saqalning orasi u farzbi juyosh yoki nimdash degandek bir ishning o'rni emas. Undan ekan sunnat emas deb qaragan deydi. Lekin shu kitobning matnidagi sunnat degan qarash Hanifi mazhabida shu hisob. Qala va tahlilul asabi'i, yana barmoqlarni aralash. Li'annahu ikmalul fard fi mahallihi. Barmoqni qo'lni yuyitdik. Bu yuyilgan bir o'rin. Mushuni mukammal qilishdan iborat. Barmoqni aralasak, yuyilgan o'rin mukammal yuyilgan bo'ldi.
ولقوله صلى الله عليه وسلم خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم. Barmaqlarning oralariga jahannam o'ti tutishdan ilgari barmoqlarni aralanglar degan shunday bir rivoyatni kelibdi. Bu hadismi aciz. Lekin bu kitobda bir masalaga, bir mazmunga dalil qilib aciz hadisni ekib qo'ygan ahvolda buning dalili cho'qim aciz ekanligini bildirmaydi. Sahih dalillar bo'lishi mumkin, lekin fuqaholar tasavvur qilib o'z yodlagan bir muncha hadislardan sahih mazmundagi bir hadis bo'lsa-mu, o'zining isida qolgan hadislarni ekilgan bo'lg'achqa hozir aciz hadisni ekeldi, lekin shu mazmun haqida sahih hadis bor. Masalan, Laqit ibn Sabra rivoyatida va khallil baynal asabi' Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah rivoyat qilgan hadis va khallil baynal asabi' deb buyurgan. Bu rivoyatni Shayx Albani sahih degan. Bundan şu taraftan sakalını Allah göstermiş. Barmoqni aralash. Hozir sakalni aralash chuyda qo'lni yuvgan chog'da barmoqni bunday qilib oraliqlarni aralab o'tish. Nima hozir qo'lning barmoqi yo putning barmoqi demadi. Ulamalar qo'lning barmoqi, putning barmoqi deb ayirib baqqanlar. Fi mahallihi fard. Mahallil fard demak. Mesela qo'lni yutdik. Bu farz bir juyishning o'rnitdi. Endi bu orliqlari chalqanmasin deb biz uni to'liqlab juymaymiz deydi. Uni to'liqlash bo'lgandan keyin buning hukmi sunnat bo'ldi demoqchi. Qala va taslithul ghasl. Hamda ashtar tag'an chog'da juyilgan o'rinlarni jug'an chog'da 3 qatimdan juyishmi sunnat. Fal wahidatu fardun. Demak, bir qatim juyish farz. Shu oyatda tagsilu deb buyurg'achqa bir qatim juysak farz ado bo'ldi. Va thalithatu sunnah. Uchinchisini to'liqlab juysak, bu sunnatni ado qilgan bo'lamiz. Va thaniyatu dunaha fil fadila. İkincisi sünnettin tüverek turdu faziletler. Peki ikinci, üçüncüsü sünnet desek buldu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir katımdan yutar tağan, iki katımdan yutar tağan, üç katımdan yutar tağan. Vakile es-saniyet sünnet. Ama ikinci karışta ikincisi sünnet deyilipti. Üçüncüsü çoğulsa ikmal-i sünnet. Üçüncüsü sünnetine toluklaştı ibaret deyilipti. Ve asluhu el-hadithul meşhur. Asluhu diyen ibare deliluhu diyen manada. Müş asıl diyen söz fıkıh kitabında usul fıkıh kelse delil manası kıldı bazıda. Bazıda maqis aleyhi diyen manada kıldı. Mesela biz kıyas kılgan bolsak, manasını anasını oşatkan bolsak, asldaki hükmünü bildiğin aşı narsa el asl buldu. Niyadam deliluhu el-hadithul meşhur. أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. Benim tartılışım mı? Ben şu. Ben de ilgirki peygamberlerin mı tartılışım şunda dep köstüp koygan şu rivayetine kepti. Yani bu rivayet aşağıda vudu'i diyen ibare bilen billik desek aciz. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin üç katımdan ağan rivayeti seyyidisi kelgen Bukhari Müslim'de. Ve ma ruya enne Osman ibn Affan radiyallahu anhu tavadda'a bil maqa'idi faghasala wajhahu thalathan ve yedayhi thalathan ve masaha bi ra'sihi marratan wahida ve ghasala rijlayhi thalatha ve qala hakeza tavadda'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hanım ya da Akagan Hazreti Osman'ın rivayeti bu muttafaqun alayh. Seyyid iskagan. Bunu o Ömer Rüyadat ibaret sürüşe taza münasip emas. Hazreti Osman xalife vaqtida şu maqaid degan joyda bu bir mahallaning ismi bo'lishi mumkin yoki şu masjiddan chiqqan joydagi unda bir o'tirgan palampaydak yoki peshtaxtak qo'ygan kishilar bilan ko'rishib paranglashib o'tirishga tayyorlangan bir o'rin bo'lishi mumkin. Ikki xil ehtimollik bor. Shu yerda o'tirib tartilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana mushunda tartag'an deb sunnatga kelgan bo'yicha tartilishni ko'rsatib qo'ygan. Demak, mush rivoyatga asoslansak, salatan degan
3 qatimdan yuyishning sunnatiga musayyadisdan chiqadi. Qala va yustahabbu fil wudu'i an-niyyatu wat-tartib. Hozir taharatning sunnatlarini bayon qilib kelib, mustahab bo'ldi deb iborat surdi. Bu balki Hanafi mazhabda niyat bilan tartibni mustahab deb qaraydigan ulamolar bo'lg'achqa yoki sunnat mustahab deb taraddudda qolg'achqa bunday iborat surgan bo'lishi mumkin. Taharat olgan chog'da niyat va tartib mustahab bo'ladi. Amaliyotda bu sunnat qatoridan. Liyaqa qurbatan. Yani bu bir ibadet. Savab oldigan bir ibadet bo'lish uchun cho'qim niyat bo'lish kerak. Lekin Hanafi mazhabda niyat bo'lmagan taqdirdami taharat bo'ldimi? Taharat bo'ldi. Hisob. Ashunlar namoz o'qisang bo'ldi deydi. Lekin taharatning o'ziga ayrim bir savab berilmaydi. Ya'ni buning farqi shu. Innamal a'malu binniyat degan hadisda savab beriladigan shunda bo'lish uchun niyat bo'lish kerak deb tushunadi Hanafi mazhabdagilar. Yana shu oyatda niyatning gapini qilmagan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-solati faghsilu wujuhakum. Ya mush oyatda niyatning gapi yo'q. Unda bo'lgan ekan bu mustahab bo'ladi yoki sunnat bo'ladi demoqchi. Wa li yakhruja min ahdatil fard bil ijma'. Yani bil ijma' degani boshqa mujtahid olimlar niyat qilish farzda deb qaragan bo'lg'achqa hammalarning qarashida ibodatni joyida ado qilib gadindan saqit qilish uchun niyat qilib o'tish yaxshi. Ya'ni bu xurujan minal xilaf degan ma'noda. Ahdatul fard bil ijma'. O degan mas'uliyat degan ma'noda keldi. Yani farz gadindan saqit bo'lish uchun desak bo'ldi. Wa kada tustahabbu al-muwala. Al-muwala yoki al-wala deb qo'ydi yoki al-vila deb qo'ydi. Arqa-arqadan ulab qilish. Orliq bermaslik. Masalan, yuzni yuvib, kirib telefon so'rashib, undan keyin qo'l putini yuvadigan. Yoki orliqda chay damlab o'tib, bizdan o'tirib, ondan davomlashtirgan. Manda ish bo'lmasin demoqchi. Wa huwa alla yashtagila bayna af'al al-wudu'i bighayriha. Yani muala deganni bunda izohlabdi. Taharat faoliyatini qilayotgan chog'da qo'l yuvish, yuz yuvish, yuvish, masx qilish shu oraliqda boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaslik. Ba'zi ulamolar bir yan yuvgan bo'lsa, shu ya qurib bo'lguncha oqdan ulab yuvish deb izohlaganlar bor. Wa laysa zalika bi fard. Yani shu al-muala farz emas. لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. مش آيات أساسا فرض emas. من غير اشتراطهما. Yani vecih istidlal. Bu ayet qanday dalil oldu desa, mush oyatda oq-oqidan ulab qilishni shart qilmagan. Min g'ayri ishtirotihima. Yani ishtirot at-tartib wal muwala demak. Hozir ikkilisga dalil bo'ldi ekan. Tartib bilan yuvish bilan oq-oqidan ulab yuvish farz emas. Chunki mush oyatda buni shart qilmagan demakchi. Wa li annahu dhukira bi harf al-waw. Yana qo'shimcha dalil lug'at tarafidan. Yani usuliy bahs bu. Oyatda yuzga o'rinni bir-biriga vav harfi bilan atf qildi. Wa innaha lil jam'i. Vav degan lug'atshunoslarning qarashida ikki narsani jamlashni bildirdi. Unda ortiq narsa bildirmaydi. Bi ijma'i a'immatin nahvi wal lughati. Nahvshunoslar, lug'atshunoslarning hammalarining birdek ittifoqi bilan, ijmo qilishi bilan vav harfi ikki narsani jamlashni bildirdi. Naqlan an-Sirafi. Bu ijmoni hozir naql qilgan nahvshunos, lug'atshunos olim Sirafi dedi. Sirafi naql qilgan, Abu Ali al-Farisi naql qilgan va undan boshqa lug'atshunoslar naql qilgan. Vav li mutlaqil jam' dedi. Yani bu harfninki nimalar dalolat qilishi usul fiqhda bahs qilingan masala. Bu Sirafi kim? Abu Sa'id al-Hasan ibn Abdullah an-Nahwi al-Qadi. Bu hem nahvshunos, hem qozi, hem qiraat olimi.
Hijriye 375-yili vafot bo'lgan katta imomning birisi ekan. Bag'dodda 50 yil fatvo bergan ham qozilik qilgan olim ekan. Sibavayning kitobida sharh qilgan. Bundan boshqa Akhbarun Nahviyin val Basriyin, Al-Waqf val Ibtida degandek nurg'un kitobni yozgan. Mush olim nahvshunoslar, lug'atshunoslarningki vav limutlaqil jam' deganligiga ijmo kelganligini naql qilgan. Abu Ali al-Farisiymo shunday naql qilgan. Lekin undan boshqa mesela Al-Farra va Sa'lab va Abu Ubayd degandek ulamolardan bu tartibni bildirdi deganda qarashlar rivoyat qilingan bo'lishi mumkin. Endi u vav masalasini nereden kelib chiqdi desak, oyatda badanning ba'zi a'zolarini yuvishga buyurgan. Faghsilu wujuhakum da yuzdan boshlagan. Bundan keyin boshqa a'zolarni bayon qildi. Va aydiyakum va arjulakum degandek. Shuni vav harfi bilan atf qildi. Lekin mush atf qilish hozir cho'qim manjub bo'lgandan keyin ondan manjub yeyishingiz kerak. Ilgari keyin qilsangiz bo'lmaydi deganlikni bildiramsiz. Yo'q. Ilgari keyin yoki tartib buni bildirmaydi. Mush ishlarning hammani qil demoqchi. Buyurilgan yerning hammani jo'g'ayan demoqchi deydi. Masalan, bozorga borib non go'sht sotib oling deb buyurgan bo'lsa, bozorga borgandan keyin nonni burun sotib olamdi, go'shtni burun sotib olamdi, ikkilisini sotib olsa baribir o'xshash demoqchi. Masalan, Qur'on Karimda vasjudi varka'i dedi. Asli ruku burun kiltish nima? Vasjudi varka'i. Yani bazı oyatlarda vadkhulul baba sujjadan va qulu hitta. Yani bir oyatda va qulu hittatun vadkhulu. Yani shu bir voqealikda ikki ishni ilgari keyin qilgan oyatlar bor. Unda bo'lgandan u mutlaqil jam'ni bildirdi. Mush qarash kuchli qildi. İcma desek, şu hesap eğer icmamız cumhur şunda karar desekmi, yanılar güçlük. Lekin hamda mush oyatda tartibni ko'rsatmadi desek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tart olgan chaqda ashunda tartib bilan izchil ashunda olganligi isbotlanib qolsa, bu chaqda sunnat. Lekin ba'zi rivoyatda sayyidisda ikki putni yutib bo'lib, ondan başka juda degandek bir ilgirkilik bo'lg'achqa, Hanifi mazhabida sunnat mustahab deganda taraddud bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Va ziyadatu ala an-nass nasxun. An-nass ash oyat shu. Endi ziyada ala an-nass deganimiz mush tartib, muvalat deganni qetib qo'yishimiz. Bu xuddi ash oyatning mazmunini biz bir qismini hozir amaldan qoldirib o'tgandek. Xuddi oyatda masalan mush azonni jusani buldu desa, biz mush azonni jub tartib bilan oqidan jumg'anni hisobga olmagandek bo'lib qolamiz. Navonkin bu o'sha oyatning bir qismini hozir amaldan qoldirib o'tishdan iborat bo'lib qoldi. Oyatga bir mazmunni qetib qo'ysak demakchi. Bu ko'pincha mazhabningki qoidalari, usul fiqhga munosib tadqiqot. ولا يجوز نسخ الكتاب بالخبر لأنه راجح. الخبر مش هذا nima uchun desa, chunki oyat rajih. Yani rajih degani qat'iyatu thubut demakchi. Shu oyat bizga isbotlanishi bunda hech qanday ehtimollik yo'q. Lekin hadisda shu balki ojiz rivoyat bo'lishi mumkin, balki Rasululloh demagan bo'lish ehtimoli bor. Navon ekan bu ojiz narsa kuchlikni amaldan qoldirolmaydi demakchi. Buni usul fiqhda o'qiysizlar. Va qila innahuma sunnatan. Bu ham Hanifi mazhabidagi qarashlarning biri. Yuqorida mustahab degan qarash, ikkinchisi at-tartib wal muvala, ikkinchisi sunnat degan qarash va huwa al-asah. Sunnat degan qarash shu to'g'riroq. Al-asah degan fiqh atalg'u bir nechta qarash va hammasi sahih, lekin ma'vo hammadan to'g'riroq, hammadan jalliqroq demakchi. Agar sahih deb qo'ysak, uni muqobili fasid bo'ladi.
Yani bekle aciz oldu. Ne için bu callaya desak? Limuvazabatihi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhima. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asasen ağın tarihlerinin hammada aş tertip bilen arılıkını üzüp koymay tarih ağanı. Lekin Sahih Buxariyda bir rivayette jüp bulab, onun dinken başka judiyen rivayet mi bak. Bir rivayette şuna kelgan. قال والتيامن لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل. Ondan başlap juyuşma tartağan çağda sünnet. Çünkü hadiste Resulullah mında diyenler innallaha yuhibbut tayamun fi kulli şey. Allah Teala her işte ondan başlaşını yaxşı gördü. Hatta tana'ula ve taraccul. Hatta keşke içtimo çaş sakalını maylap taraştımı. Taraccul diyen maylap taraşını gösteriyor. Ma rivayet seyemez. Yani Allah Teala yaxşı gördü diyen manda rivayet seyemez. Lekin ondan başlasın sünnetlikə seyyidelillah. Yani bunda hadis yok aslında. İnnallahu yuhibbu tayammum fi kulli şeyde. Lekin seyyinde kelgan hadiste Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yuhibbu tayammum fi kulli şey. Fi tuhurihi ve tena'ulihi ve teracculihi deb kelgan. Tartilishida, kash ya ayığını kiyishida, saç sakallarını tarap maylışida ondan başlaşını yaxşı görüpti degan. Bundan ekan şey delilge tayangan sünnet. Ve mashur raqaba gadanga masx qilish. Yani bir mazhabda bu sünnet demekçi. Qila sunnah ve qila mustahab. Yani bir mazhabda sünnet deganlimi var, mustahab deganlimi var. Yana bid'at deganlimi var. Maktabda 3. qarashni bayon qildim. Yani Hanefi mazhabining ishida 3 xil qarash bor. Yadanga masx qilingan sunnat, yoki mustahab, yoki bid'at deb 3ga bo'linib ketgan. Ama şu yadanga masx qilish masalasi Hanefi mazhabidagi bir qarashda, Shafiy mazhabidagi bir qarashda mustahab deyilibdi. Yani ko'pchilik olimlar, yani Hanefi mazhabidagi ba'zilar mustahab bo'lmaydi deb qarab. Yani mustahab bo'lmaydi degani nima demakchi esa ba'zilar makruh deydi, ba'zilar bid'at deb qaraydi. Günah oldu demekçi. Çünkü bu ibadette şeriat ko'rsatmagan bir xil şekilde yeni bir ishni paydo qilish bo'lg'achqa bid'at demekçi. Lekin endi bu ish hadisda isbotlanganmi? Ba'zilar shunday hadislar kelgan. Hadisda bor deydi. Masalan İmam Ahmad Abu Davud rivayet qilgan hadisda anna Rasul sallallohu alayhi vasallam masaha ra'sahu hatta balagal qadala ve ma yalihi min muqaddam al-unuq. Qadal degan shu gadanni demakchi, bo'yanni. Va bo'ynining o'sha oldi tarafiga qadar masx qilayotgan degan mush rivoyat. Bu rivoyat ojiz. Ojiz bo'lg'achqa Imom Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'adda şu gadanga masx qilish masalasida sahih hadis kelmagan degan. İmam İbn Mulaqqan marfu holatda, yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbat qilingan bir rivoyat yo'q, lekin ba'zi salaflar qilgan eshitmadik. Yani Hazrati Abu Hurayra qilgan bo'lishi mumkin. Hazrati Abu Hurayraninki tartag'an chaqda keynakdan oshirib, davomlashtirib, butun jug'an chaqda o'shqidan olib, butun ust tarafiga qadar oshirib, tartilib, man arada an yutila gurratahu falyaf'al deganligi Sahih Muslimda bor. Yani qiyomat kunida Rasulullohning ummati taratning asridan peshonlari, shu qo'lputlari, yani jug'an yerlar nurona holatda qubdi. Shunga shu nurona badanni texmo kengaytib, tarat alasi asun degandek sözünü qilib Hazreti Abu Hurayra. Bu Rasulullohga mansub qilgan bo'lsa, Abu Hurayraning so'zlari o'zi shunda shunib odatda judga yerdan ortiqroq qilib jurgan. Endi mana gadanga masx qilishmi? Bu boshni masx qilish bo'lgandan keyin boshning oq tarafiga opirib, yana old tarafiga qilish bo'lgandan keyin gadan bo'yan bu soch bilan tutash bo'lg'achqa sal pastroq kirib yotsa gadanga masx qilish bo'lib ketadi.
Bundan keyin buni xulosalasak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi gadanga unda bir masjid qilgan ahvol isbotlanmagan. Bu sunnat hisoblanmaydi, mustahab bo'lmaydi, balki makruh bo'lishi mumkin yoki bid'at bo'lishi mumkin. Bizning diyorimizda lekin gadanga masjid qilgan ishlar kengroq topilgan. Hanefi mezhebinde taharetini tertip bilen oluşu sünnet gibi. Bundan olsa mesela taharet alğandan ölçü yok tertip bilen almayı mesela yüzü cümayla bileni zikretken olsa. Baş kâge yardım başlat ilişkilenme ya başına başlat. Ya hazırım demiş tertipkir aykınmasak sünnetini tutmağın bulduk. Bugün taharet ise bazı da mesela ötek kilgan manda çağılda putunu jüyütüp onundaki ötekini kiyitip onun kolunu yüzünü jüyüp puldaşıp düşkep qilishi mumkin. Ama shunda bir zurul ahvol bo'lib qolsa mayli. Bundan boshqa chaqilda hech tartib bilan yuramiz. Bizlarga tarataganda masjid qilishni unutib qolib, bundan ketgan bo'lsak, isimiz kelganda kelib o'sha masjid bilan boshqa ishlar qilmay qilsak bo'ladi. Ha, bo'ldi. Ya'ni shu tartib farz demagan ekan. Tarat hisob bo'ldi shunda. Lekin sunnat ado bo'lsin desak, qaytadan boshlaymiz. Yangi boshlaymiz. Yangi boshlaymiz. Kage yerden emas, yangi baştan. Yoki qolib qolgan qismini emas, unutib qolgan qismini yangi baştan tartasak sunnat ado bo'ldi. Lekin shu qolib qolgan qismini ya kage yerdan qilib qolsak farz ado bo'ldi, sunnatga rioya qilmoqmiz. Lekin hamda boshqa Imom Shafiydek ulamolar mush muvala tartibni farz deb qarag'achqa, ashulning qarashida biz to'g'ri tartag'an bo'lishimiz uchun baştan başlap öğretsek, talaş dairesinden çıketken bulunuz. Sünnet tarifi bütünlüğü bulunur. Yani sünnet tarifi usul fıkhıda kıysa sevap, kılmasa cezalanmayacağın dep tarifleyimiz. Mustahab okşap var. Mustahab, sünnet, mendub, yani ragaib, muşun hammasi şu daire kirdi. Usul fıkhıdaki tarif şu. Lekin ma fıkhıdan da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taşmay izchil qilgan ish sunnat bo'ldi. Bu sunnatni isbotlashdiki yo'l desak, bu qilgan qilmaganligiga jazo yoki savob berish haqida deyilgan ayirish. Gap ishqidan ortiq yuzlab qo'lga tutgan Agar tozalash kerak bo'lib qilib, ishqidan ortiq yumsaq tozalamagan bo'lsa, 4 qatam 5 qatam tozalanish emas. Lekin pokiz bo'lsa 3 qatamdan ortiq qilish bid'at oldu. Eğer mesela biraz anlamak mesela kol bilekli üşümeyle dışarıda sıkıntı etti, anlayarak yarıga yetken vaqtda şu qaytadan yüz yuşdan başlamay, bilekten başlab bunu yapıp dışarı qayta meseleli, andan tutma qayta yuşdan malı sünnetler algan bulandı ya farz yapan bulandı. Qayta beşirmez kılamdık mı bunu? Kıldı. Akıysı bu? Kiriye. Lekin mustahab hamda mesela sünnetne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izchil kelgan ish desak, mustahab bilan mandub izchil qilmagan ish bo'ldi. Yoki ba'zi ulamolar shu masalada kelgan dalil bo'lmasa-mu, umum dalilga tayinib turib bekitga hukm bo'ldi. Masalan, kan yuhibbu tayammum fi kulli shay dedi. Boshqa masalan shu hadisga kelgan tarajjul tana'ul degandek boshqasidan bir ishni akab turib, ma'ashni o'ngdan boshlash desak, bu mustahab bo'lishi mumkin. Lekin Rasululloh o'zi masalan ma'ishni o'ngdan boshlaydi desa, bu sunnat bo'ldi. Yoki ba'zida qilib, ba'zida qilmagan bo'lsa, bu mustahab bo'ldi. Davomiki sunnat hozir mustahab, mandub, rag'aib deymiz masalan. Uning boshqa ba'zi mazhabda yana nashqil ayrıydı buni. Mushlarning hammasi usul fiqhidagi shu qilmasa jazolanmaydi, qilsa savoblik ish degan doira kirdi. Mustahab. ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز. Tartağın çağda başqalarının yardım, başqalar tayinib turib tartilish makruh deb. Bu hamda aş tartağın çağda azanını juyishga gap ma'lum. Tartning sirtga masalan biraylan chaynak suv kelibdi cho'g'inda masalan. Manda bir xizmatni qilsa makruh bo'lgan taraf yo'q. Lekin tartağın çağda qo'limni yuvib qo'ygan, putimni yuvib qo'ygan deb mandanim qilsa makruh bo'ldi.
Lekin uzrlab qolsa, kasal bo'ldi, yashinib qolgan kishi bunda ahvolda bo'lsa makruh emas. Liyakuna a'zama li thawabihi va akhlasa li ibadatihi. O'zi qilsa, boshqalar qildimay, savobimi katta bo'ladi, ibodatmi xolis qilgan bo'ldi. Va yusalli bi wudu'in wahidin ma sha'a min al-fara'id va an-nawafil. Bir tahorat bilan xohlagancha farz namozlarni nechini, nafl namozlarni o'qiy oladi. Biz yuqorqi oyatda buni bayon qilib o'tgan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-salati deganda biz namoz o'qimoqchi bo'lib, taatni yo'qlab qolsa, taat ishonma farz degan mazmunda tushungan. Lekin tarat bağlab qolsa, tarat amsin bo'ldi. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق 4 صلوات بوضوء واحد. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xandaq gazeti bo'lgan shu kunda 4 namozni bir tahorat bilan o'qigan. Ya'ni Makka fathida shunda qilgan bo'lishi mumkin. Hazrati Umar Rasulullohdan so'rab, siz hech qachon qilib boqmagan bir ishni qilib qolgan degan chaqda amdan fa'altuhu ya Umar degan. Men qasdan shunda qildim. Ya'ni shunda o'qisam bo'ldiganligini ko'rsatib qo'yish uchun, uqtirib qo'yish uchun taratni yanglamaylam bir tarat o'qidim demoqchi. Dersimiz sevgili bo'lsin. Shunga yalbama. السرافي أبو سعيد الحسن بن عبد الله النحوي القاضي. Bu kishi Bag'dodga Rasafa degan joyda 50 yil fatvo bergan kishi ekan. 50 yil fatvo bergan, biroz so'zda, biroz fatvoda xatolashmagan. Qozilik qilgan 365-yil vafot bo'lgan. O'zida taqodor, qo'lida kasb qilib turmushini qamdabdi ekan. Har kuni 10 varaq kitob ko'chirar ekan. 10 varaq kitob ko'chirib, 10 tanga ish qilib, shuni turmushini qamdabdi ekan. Siraf degan bu bir joyning ismi. Şu İran'daki bir şehir bu. Şu yerga mansub qilingan. Sibawiyning al-Kitabni sharhlagan Akhbar an-Nahwiyin wal-Basriyin degan kitobi va Al-Waqf wal-Ibtida degan kitobi bor. Nahvda, lug'atda, qiroatda, fiqhda yetishgan olim ekan. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد biz o'tgan kitabda sunanul vudu haqida to'xtalgan. Bugün nawaqidul vudu hakkında to'xtalganmiz. Qala al-musannif rahimahullohu ta'ala faslun wa yanqudu al-wudu'a kullu ma kharaja min as-sabilayn. Taratni sundirdigan narsalardan oldi orqa ikki yo'ldan chiqqan har qanday narsa sundirdi. Oz bo'lsin, jiq bo'lsin. Wa min ghayri as-sabilayn in kana najisan. Buningdan boshqa badandan chiqqan mesela qon olsun, jiran, ondan boshqa shunday narsalar, najis deb qaralgan narsalar chiqsalar, taratni sundirdi. Lekin unda Hanafiy mazhabda qon va shuningdek narsalarning chiqishini o'zining o'rnidan boshqa joyga tarab ketsa, tozalash kerak bo'lib qolsa sundirdi deb qaraydi. Mesela qon chiqib, boshqa yomramaydi, shu chiqqan joyda to'xtab qolsa, taratni sundirmaydi. Lekin bosh tarafga yamrab taqib ketib qolsa sundirdi deydi. Buning dalili qavlihi ta'ala aw jaa ahadun minkum min al-gha'it. Ana shu taratishqa buyurgan oyatda ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
Bu oyatda yoki biringlar hojatxonadan kelsa deydi. Hojat qilib qaytqanida namoz o'qimoqchi bo'lsa tarat qilish kerak demoqchi. Buningdan unda cho'ng kichik tarat qilsa tarat sunganligi chiqadi demoqchi. Wal g'oitu haqiqatan al makanul mutmain. Ana g'oit degan so'zning o'zi nima? G'oit degan keyingi vaqtlarda ko'chma ma'nosi ash tarat degan narsa, ganda degandek shuni ifodalaydigan bo'lgan. Lekin aslida bu so'zning ma'nosi al makanul mutmain. Mutmain degan sal pasrak, chuqurroq, o'yman joy demoqchi. Wa laysat haqiqatuhu murada. Endi o'yman joyga berib qaytib kelsa ta'rdilish kerak degan u haqiqatda maqsad qilmaydi. Fayuj'alu majazan 'an al-amr al-muhrij ila al-makan al-mutmain. Lekin bu yerda maqsad qilingani shu chuqur yoki o'yman joyga muhtoj qiladigan shu ishni maqsad qildi deydi. Ya'ni ta'rat qilish degan ma'noda, hojat qilish degan ma'noda. Wa hadhihi al-ashya'u tuhviju ilayhi. Mushahajat qilishdek bunda ishlar ashunda o'ringa muhtoj qilib qo'ydi. Lituf'ala fihi. Mushahajatni ashunda chuqur joyda, boshqa ko'rinmaydigan joyda qilgan bo'lg'achqa, burun hamda ashunda sayliqlarda, tuzlanliklarda, mesela Abduz cho'lda ketib qolgan bo'lsa, saydilam to'xtasa, kishilar hojat qilmoqchi bo'lsa, daldoldigan bir joyni izlaydi, chuqurroq masalan. Majaz asli haqiqiy ma'nosida ishlatilmay, boshqa ma'noda ishlatilgan demoqchi. Ya'ni balog'atda o'qishlar. Mesela hozir Uyg'urchada biz hojatxonaga kirib chiqay, yo suxonaga kirib chiqay deymiz. Ya'ni tarat qilib olay demoqchi. Lekin chiroyli atab, yo'gab ishlatgan so'zlar. Tasatturan anin nasi ala ma alayhi al-ada. İnsanlar odatda hojat qilgan chog'da kishilardan biror narsani daldib turib, xoli holatda qiladigan bo'lg'achqa, shunda chuqur joylarga muhtoj qiladi deydi. Demak, asli g'oyat degan chuqur o'yman joyindaydi. Lekin keyincha shu hojat qilishning o'zini yoki shu ganda degandek bir narsani maqsad qilgan ishlatilib ketgan. Shunga masalan, chuqur bir joyga borib, boshqa bir ish uchun yo layitish yo bir ish qilib berib qaytib kelsa ta'rdilish ketmaydi. Chunki hojat qilmaganlik. Asli maqsad hojat qilish. Wa qala alayhissalam al-wudu min kulli damin sa'il. Attan harqında qon olib qolsa ta'rdilish lozim. Ya'ni taran sundurdi degan ma'noda shu rivoyatni keltiribdi. Bu rivoyat ojiz. Hozir ham Hanifiy mazhab, Shafiy mazhabda, boshqa mazhablarning qarashida badandan qanchasi tarat sunudi deganga dalil ekilish lozim. Chunki boshqalar qanchasi tarat sunmaydi deb qaragan. Imom Shafiydek emas. Ammo kitobda hozir kelgan hadis ojiz. Va qala alayhissalam, yani alayhissalam deb ibora surgan. Lekin biz va qala sallallohu alayhi vasallam deymiz. Man qa'a aw ra'fa fi salatihi falyansarif wal yatawadda. Kimiki namozida qaytib qolsa yoki burni qanab ketsa, qaytib ketib tartib va son, ya'ni tarsunda demakchi. Lekin shu hadismi ojiz. Bu qon chiqishi bilan tarix sunish masalasida Hanifiy mazhabning asoslangan dalillari maktabda bayon qilgani ojiz chiqdi. Lekin uningdan boshqa sahih hadisning dalillari bor. Biz yuqorida darsda aytib o'tdik. Mesela ixtiyorda ya hidoyada ya shar'iy qoida bir masalaga ya bir hukmga shu kitoblarda ojiz bir hadisni kelgan bo'lsa, bu shu masalaga sahih hadisdan dalil yo'q deganlikni bildirmaydi. Kitobda kelgan hadis ojiz bo'lgan bilan uningdan boshqa sahih dalillarni keltirgan ulamolar bor. Masalan, qanchasi tarix sunganligiga Hazreti Fatima bint Abi Hubaysh radhiyallohu anha bu katta sahoba ayollardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday degan: "Inni imra'a ustahadu fala athur." Ya'ni hayz tugagandan keyin to'xtamay xun keladi, saqib bo'lmayman. Istihada davomli shu demoqchi. Bu chaqda men namozni tashlamdima, fa ad'us salat degan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi: "La, yo'q.
Namazını taşımaysiz. İnnemâ zâlike irqun. Bu tumudun çıkan kan. Ve leyse bihayd. Heyz emas. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي. Mişaga kadar muttafaqun alayhi hadis. Onun için Sahih Buxariyning rivoyatida hadisning oxirida qala va qala abi thumma tawaddai li kulli salatin hatta yaji'a zalika al-vaqt. Mushu jumla Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning so'zining davomi bo'lsa marfu'lab, yani bir mazhabga dalil bo'ldi. Rasulullahning so'zi bo'lmay, Urvaning mudraj so'z bo'lib qolsa, bu tabi'inlarning va sahabe kiramlarning ko'p qismining mustahada har bir namozga tartildi degan qarashi ba ekanligi jihatdan yani bir mazhabning dalillari qatorida bo'ldi. Demek her namazın tartilindi. Yani bu nimani buldu lazım. Hepimizin qanday dalil buldu? Tumudun çıkan kan taharetini sundurduğanlığı, şu haletde kesel ayal her namazda yanından tartiliş gerektiğini gösterdi. Ondan alırken bu mezhepte tumudun çıkan kan melxerden çıkan bolsun taharetini sundurduğu demek. Bu muttefakun aleyhi hadis. İkinci delili Ayşe radıyallahu anha qalat. Qala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. Birinlarının namaz turup tartışın ki kılsa insançılıkta bunu tutkanca çıkıp geçsin, yani çıkıp bitip fayda tartılıp kirsin devamlaştırsın demekçi. Bunu Abu Davud rivayet kılgan İbn Huzeyme ve keyinki ulamadan Şeyh Albani sahih deb qaragan. Hadirin bunu tutuasın degenden bunu kanısa tartı sundu degen mazmunmu çıkıp kaldı. Belki bunu kanısa bunu mescidini meynat kılıtmaslikten bunu tutulup çıkartken degen mazmunu çıkıp kalışı mümkün. Lekin tartı sunudu degen mazmunmu çıkıdı. Bu taraftan bir mazhabı delil. Yani onun başka Hazreti Ali radıyallahu anhu, Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu'nun ki namazda durup bunu kanat ketken kişi namazını to'xtab qaytib tartilib kildiganligi haqida sahih sanad bilan kelgan so'zlar bor. Undan keyin Hanafiy mazhab yuqorqi sahih hadislarga ashab-ı kiramninki so'zlarga tayangan. Lekin buning qarshisida Shafiy mazhabining dalillari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga marfu bo'lgan bir hadis yo'q. Sahabalardan birasining masalan o'qitgan holat namozini davomlashtiryapti degandek rivayet var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu xavat edip meyli diyen ahval yok bununla. Yani Hasan Basri'nin mesela Müslümanlar yerde aleti namaz okuyuverdi diyendeki rivayetler var. Mezmun cihatın delil bul diyen takdir bu Hasan Basri'nin tabi'inin sözü, sahabının sözü emas. Yerde alette diyene o kan çıkıvatkan alette diğerlikini buldumaydı. Yerde boğan yarısı tanıqlıq, kan çıkmağan, zahmelengen aşında alette diyen manadını buldu. Bundan muşu kan çıkıp sırtı yamırsa tarasındı diyen müşanifimizin karışı callak. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem yu'adul vudu min seb'in. Yetti iştin tarat yanlaş gerek oludu. Ve adde fiha al-qay'a mil'al fem. Yetti nasan içiden ağzılık toşkıça yandırıp kalsa, kaykıysa demekçi. Ve demez sa'il. Akkan kan bedenden çıkıp kalsa vel qahqaha qahqahlab kulish ve nom ve uxlash. Lekin bu rivayet mi aciz? Yani bu rivayetning o'rniga sahih rivayetni desak, yani bu mazhabninki dalili jalliq chiqdi. Ve yushtaratu as-sayalanu fil kharij min ghayri as-sabilayn. Endi şu aldagi ish yo'ldan boshqa joydan badanning orqanda joydan chiqqan qon biznes bo'lib qolsa Çoğun ekşi şart deydi. Özün o'rnidan boshqa joyga ekib saqib ketgan bo'lish kerak. Lianna tahta kulli jildatin daman va rutuba. Chunki har qanday terining ostida qon va namlik bo'ladi. Fama lam yasil yakunu badiyan la kharijan. Oqmay shunda ko'rinib qolsa bu sirtqi ko'ringan bo'ldi. Badi degan ko'rinib qolgan. La kharijan. O bedenden çıketken bulmaydı, şu bedende öz cahide durup sırtı körengen buldu. Mesela terisi söyleyip ketken ahvalda
qanjig'iliq ko'rinib qolishi mumkin. Bixilafis sabilayn, lekin oldi ikki yo'lda unda emas. Li'annahu mata zahara yakunu mutanaqqilan. Chunki oldi ikki yo'lda najosat ko'rilib qolsa, bu o'zining joyidan yetkazilgan narsa bo'ldi. Fa yakunu xarijan. Navonkan badanning sirtiga chiqadi. Qala wal qay'u mil al-fami. Yani taharatni sundirgan narsaning qatoridan og'ziliq to'lgan qadar qayqib qolsa, yondirib qolsa, taharat sunadi. Lima taqaddama degan yuqorida o'tgan dalilga asosan, ya'ni 7 narsani sanagan ashrivatga asosan demoqchi. Wa huwa alla yumkinuhu imsakuhu illa bimashaqqa. Og'ziliq to'lgan ahvol og'ziga yenib ashqazondagi narsa uni og'zida tutamay, og'zi to'shab ketganlikdan tutamay qolgan bo'lsa, liq to'lgan bo'ldi. Yani bunun ölçümünü büktük yaptadır. Ve in qa'a qalilan azazda yandıgan ahvaldı mı velev cumi'a kana min alfam. Azazda mesela 4-5 qatim andırıp da ekan hemmini toplasa ağızlık toştudek miqdarda bo'lib qolsa, yani taharat sunudu demekçi. Fa Abu Yusuf i'tabara ittihad al-majlis. Hamda azdan bir qancha qatim yandıgan ahvalda Abu Yusuf debdi bir o'tirashda, bir so'rinda ashuna yandigan bo'lsa, hammani jamlab turib, hammaning toplamisi og'zini to'lishqizgidek bo'lsa, taharat sunni deymiz debdi. Li'annahu jami'un lil mutafarriqat ala ma urifa kama fi sajdati tilawati va g'ayrihi. Chunki shu so'rin bo'lgan bir nechta narsani jamlaydigan narsa. Bu fiqhda ko'p uchraydigan masala. Masalan, secde tilava. Kur'an tekrarlab o'tib, Kur'an o'qib o'tib, bir o'tirishda secde oyatini bir qancha qatim tekrarlab o'qigan bo'lsak, bir secde qilsak bo'ldi. Va undan boshqa masalan taloqni bir so'rinda 3 qatim taloq qilgan bo'lsa, bir taloq deb hisoblashba, shunga o'xshash. Va Muhammadun i'tabara ittihad as-sabab. Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah as-sababi bir bo'lib qolsa dedi. Masalan, yondirishning sababi hövlaş bir iş sebepten 2-3 qatim hövlagan bo'lsa, hammasini jamlasak og'ziliq to'shqidek bo'lsa, undan taharat sunni deymiz. Lekin bir qatim ozgina boshqa sababdan yondiribdi, yana bir qatim ozgina boshqa sababdan shunda bo'lib, bir necha sababdan azaz yondirgan bo'lsa, uni jamlab taharat sunni demaymiz demoqchi. As-sabab va huwa al-ghafayan. Al-ghafayan ko'ngli elishish va hövlash sababini qaraymiz. Li'annahu dalilun ala ittihadihi. Ko'ngil elish sabab bir bo'lsa, yandirish mushu bir sababdan katta deymiz. Lekin bir qatim ko'ngil elish qolliqdan yandigan bo'lsa, yana bir qatim boshqa bir sababdan yandigan bo'lsa, shirin kitgan bo'lsa masalan doktorxonada, buning sababi boshqa bo'ldi. Va inda Zufar matnidimi wal qaymul al-fam deganda zehir peniz bo'lgan. Zufar bunun qatilmadi demoqchi. Zufar debdi yanqudul qalilu aydan kal kharij min as-sabilayn. Az bir narsa yondirib qolsa-mu, shu cho'ng kichik taharatga o'xshashlam, taharatni sundirib o'tdi deb qarabdi. Va qad marra javobuhu. Bunga yuqorida raddiya berilib bo'lgan hisobda demoqchi. Bunun cevabı şu 7 narsadan qayta taharat ilish kerak degan rivoyat İmam Zufarga raddiya bo'ldirmoqchi. Cevabı bu. Yani Zufarga biz cevap vermoqchi. Yani şu raddiya ma'nosida. İmam Zufar az bo'lsin o'xshash, aldaqidan az narsa kesimi taharat sunnatda mush o'xshash degan bo'lg'achqa biz yuqorida rivoyat bilan javob berib, ya'ni raddiya berib o'tmoqchi. ولا ينقض إذا قاء بلغما وإن ملأ الفم. Yani belgam yandırıp qalsa, ağızlıq toşqidek bo'lsa-mu, taharat sunmaydi. Nima uchun desa, belgam necis emas deyishmi. Wa qala Abu Yusuf in kana min al-jawf naqada. Endi belgamni ikkiga ayiribdi. Birisi oshqozon tarafdan kelgan belgam yoki galning tuvan tarafidan kelgan belgam. Yani birisi meni tarafdan kelgan belgam deb ikkiga ayirib,
agar qo'saqning ichidan chiqqan bo'lgan bo'lib qolsa, taratni sundirdi. Li'annaha mahallun najasa. Chunki bu oshqozon tarafdan bo'lg'achqa najis qaraladi deydi. Fa ashbaha as-safra. Undan keyin nimaga o'xshaydi desa, sapra o'xshaydi. Sapra degan shu o'tning suyuqligi. Masalan, qo'yni so'ygan chaqda yo'q ishil suyuqlikqa bir xalt chiqadi. Shuni sapra deymiz. Mijazmi sapra deydi, masalan sapra mijaz. Yani, lekin bu yerda suyuqlik. Ya'ni shu kesiltadagi shuni maynat narsa demoqchi. Shunga o'xshaydi. Qulna, unda Abu Yusuf endi ikkiga ayirdi. Qulna deganimiz Abu Yusufga raddiya. Mush qulna degan ibora davomli chiqdi. Agar falon manda dedi deb undan keyin kelgan bo'lsa, shunga raddiya demoqchi. Yani bizning raddiyamiz ma'lum demoqchi. Biz unga deymizki, al-balghamu tahir. Balgham degan pokiz narsa bu. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam kana ya'khudhuhu bi taraf ridaihi wa huwa fi as-salah. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda balgham kelib qolsa, o'zining yaktikining bir tarafiga ilibdi, rivoyat bor. Ya'ni bu namoz turib, ya'ni kiyimiga yuqtirayotgan holatda namozni davomlashtirib bu boshqa bu pokizlikni ko'rsatadi demoqchi. Ya bir uchiga demoqchi. Ya bir peshiga masalan. Mana ma aslidagi Buxoriyning rivoyatida ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. Namaz tuğan vaxtida da ulga kagaya tükümenla deb özü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabıga ügütüp eğer namaz tuğan vaxtida da bilgin kep qalsa onu tükümey o çağdan da qol yağlı ondan asla yok. Ridasininki ya yaktikininki bir tarafiga tükürüp bilgimni andan bir tarafiga yo'gab surkutib yoki shunda qatlab qo'yib manda qiyson deb uyatgan. Sahih Buxoriyga kelgan hadis. Undan keyin bu bilg'imning pokizligini ko'rsatdi. Imom Abu Yusufga aniq raddiya bo'laoladi. ولهذا لا ينقض النازل من الرأس بالإجماع. Undan keyin Imom Abu Yusuf minisidan tushgan bo'lsa, dimig'idan tushgan bo'lsa, bilg'am maynatamas deb qaragan ekan. Biz nereden kelgan bo'lsa, maynatamas degan ekan, hammalar birdek ijmo qilib, bu ijmo hozir Imom Abu Yusuf ve başka iki imam, yani üç imam o'rtasidagi ijmoni ko'rsatdi. Yani mazhab ichidagi imomlarning ijmoi. Hammalarning birdek ittifoqida demig'idan kelgan bilg'am bo'lsa, taratni sundirmaydi. Deganda u bilg'amni demog'idan keldimi yoki ish tarafidan keldimi, buni ayirish masalasi ta'sir bo'lishi mumkin. Wa huwa liluzujatihi la tatadakhaluhu an-najasa. Bu balg'am degan shilimdek narsa bo'lg'achqa, buning orasiga unda boshqa narsa kirmaydi. Yepishqoq yoki shilimshiq deganda. La tatadakhalu degan orasiga najosat kirmaydi. Masalan, balg'amning ustiga suv quysanmi, bu ashunda bir tutash turadigan narsa. Bu pasim ketmaydi. Lekin boshqa najosatmi orasiga kirmaydi demoqchi. Luzuja degan unda shilimdek yepishqoq demoqchi. Baqiya ma yujawiruhu min an-najasati wa huwa qalil. Endi qo'saq tarafidan chiqqan bo'lsa-mu, buning orasiga maynat narsa kirmagan ekan, uning sirti tarafida yepishib qolgan najosat bo'lib qolgan taqdirdami, buni oz miqdorda bo'lg'achqa u ta'sir ko'rsatmaydi. Yujawiruhu degan shunga chaqlashib kelgan narsalar. Wal qalilu ghayru naqidin. Az bo'lib qolsa taratni sundirmaydi. Bi xilaf as-safra fa innaha tumazijuha. Lekin safracho safra shu o'tdiki shu kesiltadagi suyuqlik buningga bir narsa aralashib ketadi, boshqa maynat narsa aralashib ketadi. Bu o'zi maynat narsa aslida. Yoki ham safrani biz masalan og'zi yongan siriq suvdek bir narsa deb qolsak, balki ehtimol bu o'zi pokizdi deb buning bilan birga aralash maynat narsani chiqib qolishi mumkin desak, bu chadma ibora joyi uchudi. Tumazijuha buningga aralashadi demoqchi. Wa in qa'a daman aw qayhan naqada wa in lam yamla al-fam.
qon yandusa, qon qusgan bo'lsa yoki yiring, qayh degan yiring. Yiring yandugan bo'lsa tari sunib ketadi. Va illam yamla al-fam. Og'zini to'shqizmagan ahvoldami? Chunki bu nejis bo'lg'achqa. Va qala Muhammad ibn al-Hasan la yanqudu ma lam yamla al-fam ka ghayrihi min al-akhlat. Akhlat degan xilt. Xilt degan shu aralashgan suyuqlik. Aralashma. Bundan boshqa masalan oshqozondan chiqqan har xil narsa, yemekliklar, boshqa narsalar aralashib chiqqan suyuqlik az bo'lsa, sundimagandek, mush qon va yiring bo'lsa az bo'lsa sundimaydi demoqchi. Ya'ni qiyos qilibdi. Qulna azir Muhammadga radiya. Al-ma'idatu laysat mahallan lid-dam. Oshqozon degan bu qon saqlanib turadigan, unda bir tumor yo bir narsa emas u. Yani qonning makoni emas. والقيح إنما يسيل إليها من قرحة أو جرح. أمد جيران ولا بقاسا شو جايدا برا يرا يا كي زد بوغم بوسا جيران دب قاغم برجاي يا كي بر جراحات بالناس بوغم بوسا شنودن اخب çıqqan buluşı mümkün. Lekin özü de onda kan saklanıp durmaydı yani. Jiran mı özü bulmaydı. فإذا خرج فقد سال من موضعه فينقض. Yani şu joydan chiqib qolsa, oshqozondan chiqsa-mu, cho'qim oshqozonga boshqa bir yiringdigan yoki zaxmlangan bir joydan kirgan bo'ladi. Sirq chiqib qolsa, bu chog'da tahoratni sundirdi. Hatta law qa'a 'alaqan la yanqudu ma lam yamla al-fam. Davomikanda, masalan, uyul bir parcha qonni yondirib qolsa, uyul bir parcha qon ketdi. Ağzıdan. Alaq degan uyul qonni demakchi. Tahorat sunmaydi deydi. Ağzıga liq to'lmasa, ozgina bir parcha uyul qon yandigan ahvolda ağzı to'shmagandan keyin tahorat sunmaydi. Li'annahu yakunu fil ma'da. Chunki uyul qon degan balki shu oshqozondan bo'lib qolishi mumkin. Masalan, ya jigar yoki yurak degandek bir narsa iste'mol qilgan bo'lsa, shu tomoqninki orasidagi qondek bir narsalar bir parcha uyul qon shakllantirgan bo'lsa, oshqozonda hazm qilinadigan narsa qatorida bo'lib qolish ehtimoli bor deydi. Hakaza rawal Hasan an Abi Hanifa. İmam Abu Hanifa'dan şagirdi Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i mushunda rivoyat qildi demoqchi. Mana bundan hep ağız to'shmoqlikka odatda qay qismi yoki qon qismi buzildi deb hukm qilindi. Ağzılık to'shmasimi qon yoki yiring yondirib qolsa az bo'lsa-mu tahoratni sundurdi. Agar uyul qon bo'lsa, balki bu oshqozondagi hazm qilingan narsalar qatoridagi bir narsa bo'lgan bo'lsa, bu qon hisobida emas, odatda yandigan tomoq hisobida demoqchi. Wa idha ikhtalata ad-damu bil busaqi in g'alabahu naqada. Hamda ba'zi tükürgen vaqtimizda masalan ya tish cho'tkisi ishlatgan vaqtimizda ya tish ko'lg'a vaqtida masalan tükürsak qon aralash tükürük chiqishi mumkin. Qon tükürükka aralashib ketib qolsa, agar tükürükni besib tushsa qon rangi tahoratni sundirib o'tadi. Qap qizil tükürgen bo'lsa tahorat sunadi demakchi. Hukmanul g'olib. Chunki ko'p qismiga shu narsaning hukmini beribdi. وكذا إذا تساويا احتياطا qon bilan tükürük miqdori tam kelib qolgan ahvoldami, qaysi jiqqa biz bilinmay qolsaqmi, yanala ehtiyot qilib biz tahoratni sundirdi deymiz. Yani buning ozjiqligi balki shu rangidan bilinishi mumkin. Wa in g'alaba al-busaqu la. Agar tükürük qondan ko'p bo'lib qolsa, tahoratni sundirmaydi. Yani la yanqud demakchi. لأن القليل مستهلك في الكثير فيصير عدما. Çünkü az narsa ko'p narsaning ichida sinib ketgan, yo'qolib ketgan narsa bo'ldi. Yani yo'qning hisobida bo'ldi. Mustahlak degan aslida istahlak degan ishlatib ketgan, iste'mol qilgan degan ma'noda, miyadamda yo'qolib ketdi degan ma'noda. Qala wa yanquduhu an-nawm muttaji'a. Yana tahoratni yotgan holatda uxlasa tahoratni sundirdi dedi.
taharat sundurgan narsaning ichida yetib turib uxlasa taharat sunudu. Lima ravayna biz rivoyat qilgan hadisga asosan deydi. Bu hadisni endi akilish mumkin. Ha yuqordimi 7 narsaning qatoridan an-nawm dedi-ku. U mu hisob bo'ladi, bundan kim bir hadis akilish mumkin. Wa kadhalika al-muttaki'u wal-mustanidu. Yana bir narsa yo'linib, tayinib turib uxlaganlik bo'lib qolsa-mu, taharati sundu demakchi. Yo'linib turib, bir narsaga tayinib turib uxlashmi taharatni sundurdi. Li'annahu mithluhu fil ma'na. Shunga o'xshash, yetib turib uxlagan bilan o'xshash demakchi. Qala sallallohu alayhi vasallam al-aynu wika'us sahi fa idza namat al-ayn inhalla al-wika'. Al-ayn degan ko'z. Ko'z degan yani o'g'oq holat demakchi. O'g'oqlikdan majoz hozir. As-sahi degan o'sha oq tarafni ko'rsatadi. Ya'ni maqat yo'li degandek. Mesela Arapçada as-sahi yoki al-ist degan so'z bor. Al-aynu wika'us sahi. Ko'z yoki o'g'oq holati oq yo'lninki yoki maqatninki bo'qchi, jip yoki sho'yna degandek narsa. Dikkat. Fa idza namat al-ayn, agar ko'z shunda yumilib uxlaganmikan, inhalla al-wika, bo'qch yeshib ketib qoldi. Yani bu yerda hozir turmuzga o'xshash. Uxlagan ahvolda turmuzlash bo'lmaydi demak. Bu hadisni kitobning ostida ojizgan bo'lsa-mu, lekin hasan darajalik hadis. Qala wal igma'u wal junun. Yani taharat sundurgan narsaning ichidan bihush bo'lish, hushidan ketish, oylanib ketish, wal junun saranglab qolish. Masalan, birdamlik saranglab qilib aqliga tilg'alib. Unda ahvol bo'lib qolsa, taharatni sundurdi demakchi. Li'annahuma ablaghu fi izalati al-muskati min an-nawm. Ablagh min an-nawm demakchi. Chunki bu hushidan ketish bilan saranglab qolish uyqudan bakrak ig'ir narsalar. Al-muska degan o'zini tutib olish, turmuzlash. Yani turmuzni yo'qotishda izalatul muska degan. Turmuzni yo'qotishda uyqudan mo ig'ir narsalar. Li'anna an-naima yastayqizu bil inbah. Chunki uxlagan kishi biroz o'g'itib qolsa, agahlandursa, uyg'una oladi. Wal majnun wal mughma alayhi la. Sarang olgan kishiga yoki hushidan ketgan kishiga qancha bir hushga keltirish uchun, aqliga keltirish uchun gap qilib qolsa-mu, asloga qaytmaslik mumkin. Ammo inbah manasi bor. Uyg'otish, yani nabbah deymiz-ku. Agahlandirish, tanbih berish. Qala wan-nawmu qa'iman wa raki'an wa sajidan wa qa'idan la yanqudu. O'rib ya ruku'dagi holatda, yoki sajda qilgan holatda, yoki o'ltagan holatda uxlash taharatni sundurmaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا. مش hadisda o'ltirib yoki o'rib yoki rukuda yoki sajda qilgan holatda uxlab qolgan kishining taharati sunmaydi demak. La wudu degan qayta taharatdan musun bo'ldi. Innamal wudu qayta taharat degan ala man nama muttaji'a. Yetib turib uxlagan kishi qayta taharat edish kerak. Ama yetib turib bo'lgan bo'lsa-mu, yo'linib turib uxlagan taharat amasi degan chiqmaydi. Yo'q, yo'linib turish bu yetib turib uxlashga o'xshash dedi. Va kadalika al-muttaki'u wal-mustanid deb başını qiyas qildi. Demak, yetib turib uxlasa taharat sunudu deb hadis keldi. Biz uningga yo'langan ya bir narsaga tayinib turib uxlaganni qiyas qildik. Qala wa massul mar'ati la yanqudul wudu. Er kishi esa ayol kishini tutsa taharatni sundurmaydi. Bu yuqori qarasanglar Muxtorning matnida va massul mar'ati la yanqudul wudu va kaza massul zakari deb tarbiz qo'ydi. Ya'ni Imom Shafiy rahmatullohi alayhi ayol kishini tutsa taharat sunudu deb qaragan. Hanifiy mazhabda sunmaydi.
لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ayollardan ba'zisini söygen ve çıkılan namaz okugan, aralıkta taharet yanılamagan. Bu Urva Hazreti Ayşe'den rivayet hadis olab, şu ba'da nisai'den kim maksat? Hazreti Ayşe özü maksat. Yani Hazreti Ayşe meni deyişin orunga ayollardan ba'zisini degan. Hazreti Ayşe müşahadisini Urvaga rivayet qilib bergan chaqda Urva Hazreti Ayşe'den so'ragan. Bu çok siz bo'lshingiz mumkin desa Hazreti Ayşe kulgan. Seyyid ismi bu. Yani müşahadis Seyyid bo'lgan ekan, bu mushu masalada talash tartishni bitirib qo'yibdi. Val ayatu muta'aridatut ta'wil. Yani mushu oyatni dedi. Qaysi oyat? Bizning hozir kitobda chiqayotgan oyatdan faqat hozir bir oyat bor. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum lis-salah. Shunda aw lamastumun nisa degan. Aw lamastumun nisa. Aw lamastumun nisa yana bir qiraatda aw lamastumun nisa degan. Lamasa degan tutdi degan bo'ldi. Lamasa degan jima qildi degan bo'lishi mumkin. Hozir hamda ayol kishini shunda tutsalam tarasunda degan bo'lamdi yoki jima qilsa tarasunda degan bo'lamdi degan ikki tushunish bir-biriga zid kelib qoldi deydi. Muta'aridatut ta'wil. Ta'wil degan tafsir yoki shu oyatni izohlash. Usul fiqhda boshqa ma'noda bo'lsa-mu, lekin bu yerda shu tafsirda tushunsak bo'ladi. Usul fiqhda ta'wil degan sarful lafzi anil zohir. Ochiq bir ma'nosiga apamay, boshqa ma'nosiga apasa ta'wil bo'ldi. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال المراد باللمس الجماع. İşte lamastum degan so'zdan maqsad qilingani jima. Bu qo'lni tutishdan maqsad qilmaydi deb tafsir qilgan. وقد تأكد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Mush oyatda lamastum degan iboradan jima maqsad qilinganligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan ish harakati bilan texmo ta'kidlanib ketdi, kuchlanib ketdi, aniqlab ketdi. فعل النبي قيسا قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. Nağın ki muşu lamastumun nisa degan muşu oyatda ikki xil ehtimollik bor. Al-lamsu bil yad yoki jima. Endi Hazrat Ayşe Rasulullohning ayolini so'yib bilan qayt tarat yanglamay namoz o'qishini rivoyat qilgandan keyin bu yerda jima maqsad qilindi deb muayyallashdi. Bundan boshqa dalillar bor. Mesela Hazreti Ayşe rivayet kıldı. Fakattu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyleten minel firaş. Bir kişi ben köprüde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğunu his kılıp izdisem fevakaat yedi ala batni kademeyhi. Kulum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'inki putunun iç tarafı yani tapınağa deydi. Tapınağa kulam tegdi. Ve huma mansubatan. Baş iki putu tiklengen halette secde halette demek çadır ha. Şu çağdan qarangı olğaçqa secde qilgan chaqda ikki tiklab turgan chaqda alqiniga qulam tegdi. Va huwa yaqul Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida qo'pab namoz o'qigan holatda secde oldi ekan. Va huwa yaqul Allohumma a'udhu bi ridaka min sakhatik va bi mu'afatika min uqubatik va a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Mushunda duo qilayotganligini ko'rdim demoqchi. Yani hazır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede Hazreti Ayşe keçide temizklap yürüp Resulullah'ın putunu tuttu. Peki hazır bu yaki delil vecil istidlal Resulullah'ın putuğa Hazreti Ayşe'nin kolu tekken bolsun mu Resulullah'a tartın sümketide bir koy tartılıp onu ne okunmay namazını davamlaştırıyor gelen ne olurken ayağının bedeni tegse bir adam tegsiyen koldu tutuş ya başka beden tegse diyen ikisi okşaş. Tutushidan tara sunmaydi degan dalil chiqdi. Yani bir rivayette Hazreti Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kecha namoz o'qiyotgan chaqda oldida xuddi jinozadek to'g'risi yotibdi deydi. Bu chaqdan hujurlar tachliq 1 kilometrlik hujurlar bo'lishi mumkin. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldida Hazreti Ayşe yotgan holatda secde qilgan joyida yetirlar. Lekin secdega borgan chaqda hamanda butun bir yerini chimdib qo'ysa, matrab kerak o'zini tortib tursa secde qilyapti deydi.
Bundan keyin bu mu tutsa tarih sunulmaydigini bildirdi. Bu mesele Hanefi mezhebinin zaten güçlü. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذا مس الذكر. Ekşi evretin tutsa tarih sunmaydı. Hani bir yada ekşi evretin tutsa tarih sunmaydı da bekleyen bilen ayol kişi evretin tutsa tarih sunmaydı okşay. Yani zekar olsun, ferci olsun evretini tutuşuyla tarih sunmaydı demekçi. Bunun da mı metnede el-Muhtar'da farkını koyanda Şafii mezhebininki karşı okşaş emas çıkıdı. Yani Şafii mezhebte evretini tutup kalsa tarih sunudu deydi. Elbette bu meselede 5-6 xil qarash var. Birisi evretini tutsa tarih sunudu deydi, sunmaydı deydi. Şehvet bilan tutup kalsa sunudu deyiş mümkün. Bunun başka qarashim var. Lekin bu yerda Şafii mezhebi bilan Hanefi mezhep sunudu, sunmaydı degan meselede ikki taraf bo'lib qoldi. Bunun delili liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem li Talq ibn Ali radıyallahu anhu hina sa'alahu hal fi mas'id zakar wudu. Talq ibn Ali degan mush kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga o'maklab kelib bir muddat tug'an, bir qancha kun yoki bir muddat tug'an chaqda mushunda so'rgan. Kishi evretini tutsa tarih sunamdi. Qala la hal huwa illa bid'atun mink. Yo'q, sunmaydi. Bu faqat sening bir parchangdan boshqa narsa emas. Sening badanining bir parchasi demakchi. Nafal wudu'a. Yani mushadis hozir qaytarish yo'q demakchi deydi. Va nabbaha ala al-illa. Yani taqa nima uchun tarix olmaydiganligining sababini mo ko'rsatib qo'ydi. Sababi to'g'riliq tanbih berdi deydi. İlleti nima? Bu badanning bir parchasi. Masalan o'zining qo'liga o'xshash, quloqiga o'xshash demakchi. Va ma ruya man massa zakarahu falyatawadda ta'ana fihi Yahya ibn Ma'in wa ghayruhu min a'immatil hadith. Va ma ruya degan Şafii mazhabidagi dalil qilgan man massa zakarahu falyatawadda degan hadis aciz demakchi. Yani buningda Yahya ibn Ma'in ve onundan başka hadisshunos alimlar mesela Ali ibn al-Madini, Tirmizi, İbrahim al-Harbi, İmam Tahavi degandek hadisshunoslar bu hadisni aciz deb qaragan. Ta'nafi degan shu sanadda ravilarda acizlik bor degan demakchi. Man massa zakarahu falyatawadda degan bu hadis Marwan şu o'z vaqtidagi Madinaning valisi bu mutabi'i Marwan Busra bint Safvan radıyallahu anhadan rivayet qilgan. Busra bint Safvan radıyallahu anhadan rivayet qilgan. Hazreti Urva bunga ishonmay, bunda rivayet yo'q, qardilish ketmaydi deganda Marwan saqchisidan birini evatib, qayta so'g'izib kelgan. Yani bunun sanad jihatdan hadisshunoslar hadislarning ikki hadisning o'ttirdi qolib qolgan. Hadisshunoslarning yerimi Talq ibn Ali'ninki ta'tilish ketmaydigan hadisni uni tanlagan, uni tarjih qilgan. Ma to'g'riroqdir. Yani yerimi Busra radhiyallohu anhaninki hadisini tanlagan. Lekin hamda Hanefi mazhabininki tarjih qilgani Talq ibn Ali'ning hadisi. Her iki taraf o'zininki tarjihini kuchlantirishda 15-20 xil sababni ekilishi mumkin. Gerçi makinki Busra radıyallahu anhaninki hadisi sanad jihatdan sal jalliq bo'lsa-mu, lekin yanıla Talq ibn Ali'ninki hadisi shu jalliq. İmam Buxoriy mo shunda mazmunda tarjih qilgan. Ba'zilar deydi bu erlarga munosabatlik, erlar düştilgan bir hadisni jab erlardan birisi rivoyat qilmay, ayol kishidan birisi rivoyat qilgani bu g'alati emasmi? Lekin bu hadisning rivoyatida man massa farjahu deb kelgan rivoyatim bor. Yani uni xas emas. Farj degan erning avrtigimi, ayolning avrtigimi o'xshash ishlatilgan so'z. Masalan, Qur'on Karimda vallazina hum li furujihim hafizun, yahfazu furujahum deganda erlarga ishlatiladi. Mushu man massa zakarahu deganni Busra bint Safvan radhiyallohu anha rivoyat qilgan. Rivoyat qilgan sahaba ayol shu. Busra.
Bundan ki bizden tercihimiz bu mu şu Hanefi mezhebinin karışı öğretinin tutuşudan taharet sunmaydı diyen karış. Qala vel qahqahatu fi's salati tanquduhu. Namazda turup qahqahlab kulib qalsa taharetni sundurutudu. Lima ravayna. Ana şu yu'adul wudu'u min sab'a degan yuqorida bayon qilgan rivoyatga asoslanib chiqargan hukm. Bu hadis aciz. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء. Hadiste qaysi biringlar qaqahlab kulib qalsa namoznimi, tahoratnimi qaytilsin, hammani qaytilsin degan rivoyat. Namozni shu chog'da buzildi. Chunki tahorat sunnat deganga. Tahorat sunnatni namozni davomlashtirmaydi. Chiqish kerak. O'shani bimazatning namozi bo'yicha tahorat sunnatdan ekan, inson boshqa bir ish bilan hamma ittifoq kelgan nima bilan bir tahorat sunnat bo'lsa, darhol chiqish kerak. Shunda olmoqchi. Agar bayramlarda jumatda namoz o'qiydik, masalan, bir salom berib, ikkinchi salom bersa, yani o'sha bir qatim salom berib bo'lmasa namoz tamomlangan. Yani bir mazhabda bir qatim salom berish emas, tashahhud miqdori o'ttasa, tashahhud o'qimagan bo'lsa, tashahhud o'qidi miqdorda o'ttasa namoz tamomlaydi. Wa annahu warada fi salatin kamilatin. Bu endi qaqahlab kulzab namoz bikaldo tarix sundigan mush rivoyat hozir to'liq zodi odatimiz o'qiydigan to'liq namozlarda kelgan deydi. Fayuqtasaru alayha. Undan keyin shu namozlarda tarix sunnado namoz buzildi deymiz. Liwurudihi ala xilafil qiyas. Mush ahvol qaqahlab kulish tarix sunması lazım qiyas bo'yicha aniq qilsa. Chunki qiyasda badandan chiqqan narsa sunnatdir. Bu qaqahlab kulishni Osmonga sunni so'ldiki hadis kelib qoldimi? Aziz hadis olsun biz başüstüge qiyasni cho'ratib o'qimoqchi. Hamda bu odatga to'liq o'qiydigan ruku sajdasi va namoz bo'lg'achqa biz shuni bilan sundaymiz. Hatto law dahika fi salatil janazati va sajdati tilawati la yanqudu wudu. Sajda tilovat bir xil namoz o'xshaydi deydigan bo'lishi mumkin. Sajda tilovat qilsa, sajda qilib qo'lib keyin salom berdi deydigan bo'lmas. Bir xil namozga o'xshatib. Bu hamda unda to'liq namoz emas. Yani cenazemi ruku secdesi olmagan ekan, to'liq emas. Onun da qahqahlab kulib qalsa, tahorat sunmaydi deymiz. Wal qahqahatu an yasma'aha jaruhu. Endi qahqahaninki o'lchimi qanchalik desa, endi turgan kishi anglasa qahqahlab kulgan ovozni, bu qahqaha bo'ladi. Wa hukmuha intiqadul wudu'i was salati jami'an. Buning hukmi namozmi buzilgan bo'ladi, tahoratmi sungan bo'ladi. Hamda onun bir derece tuan boğuna ad-dahik külüş. Bunun ölçümü en yesma'hu huve la gayruhu. Bunun avazını özü anlaydı, yandık adam anlamadı. Hey degendek bir kıl. Avaz özü anlaydıgan dereceden. Yandık adam anlamaydı. Qalu ve yubtilu salata la gayr. Yani bu külke qaqahlamagan iken bu namazını buzutu da tahorat sunmaydı. Yani namazını buzup yanından kulak tutuş kerak demekçi. وَالتَّبَسُّمْ مَا لَا يَسْمَعُهُ هُوَ. Tebessüm degan bu ovoz yo'q kulishdan iborat. Yani kalp kemirilishi mumkin, yuzda bir ifoda bo'lishi mumkin. Buning hukmi u tahoratni sundurmaydi, namozni uzatmaydi. Namoz turib masalan bir ish xiyoli kelib qilib, bunda tabassum qilib qolsa hech nima bo'lmaydi. Endi xushuga ta'sir ko'rsatishi mumkin, lekin namozni buzgan darajada emas. وإن شك في نقض وضوئه نقض دانش بعد بيزبطه ما بزنوش كلام نقض وضوئه وإن شك في نقض وضوئه تاتن سندم ده بشك قاسا فإن كان أول شكه عادة يعني أعاده دمج bunda ilgari unda shak qilmay tunji qatim unda shak bo'lib qolgan bo'lsa tahoratni qaytadan elitdi. Li'annahu tayaqqana bil hadafi. Chunki baş tahoratni elishdan ilgari buning tahoratsizligi keskin shunami? Tahoratim yo'q deb aniq bilgachga tahorat olgan bu. Va shakka fi zawalihi. Keyin tahorat elib ashuna shak qilganlikdan aş burunqi tahoratsizligi hozir yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketmadimi deb shak qilib qoldi. Zaval degan yo'qolish. Yani aşı tahorat elishdan ilgari tahorat yo'q chog'da tahorat yo'qligi keskinti. Keyin tahorat oldi. Tahorat shak qilib qoldi. Undan keyin aş ilgari tahoratsizlik hozir yo'qdimi, yo'qmadimi deb shuni shak qilib qoldi. Undan keyin tahorat yo'q deb qaraymiz demoqchi.
وإن كان يحدث له كثيرا lekin davomli bunda shak qilib qolgan bo'lsa, ba'zi kishilar shunda vasvasa kesib giribtor bo'lganlar. Davomli masalan tartib sunum shunda yana qayta tartilgan, yana tartilib chiqib yana qayta tartilgan. Bu davomli bunda duch kelib qolgan ahvol bo'lib qolsa, lam yu'id qayta tarit olmaydi. Daf'an lil haraj. Chunki bunda tarit ilayversa har qatimda tartgancha 2-3 qatim tartilish bo'lib qolsa, bu intayin qiyinchilikda qoladi. Biz shu qiyinchilikdan qutulish uchun qayta tarit olmaydi deymiz. Chunki dinimizda haraj bo'lmag'achqa. Wa man ayqana bil hadathi wa shakka fi at-tahara. Endi tarit sunganligi aniq, lekin men tarit oldimmi, olmadimmi deb shak qilib qolsa, aw bil aksi yoki tarit og'irligi aniq, bayatın tarit oldi, zammalanmasin, bilimiz ko'dik. Keyin ondan taritin sunnu shak qilib qolsa, akhada bil yaqin. Keskin bo'g'ini tutmadi. Keskin bo'g'ini aytdi. Hozir tartilib chiqdi, tartibaligi keskinti. Keyin uni shak qilib qolsa, tartibad emas. Buni tart yo'qligi. Biz tarit sundirib chiqdi, tartamay, tarit sundirganligi aniq. Keyin men tarit oldimmi, olmadimmi deb shak qilib qolsa, tarit yo'q deymiz. O'sha yaqin hisob demak. Fiqhiy qoidaning ichida al-yaqinu la yazulu bish-shak degan 5 chon qoidaning birisi shu. Keskin isbotlangan bir narsa bo'lib qolsa, bu shak bilan yo'qolmaydi. Masalan, taloq qilgan qilmoqligi shak qilib qolgan. Taloq deganmidim, demaganmi degan shak bo'lib qolsa, nikoh ta'sir etmaydi, taloq hisoblanmaydi endi. Shunga yo'l bormi? Tartibga namozini yeni qilib, andan keyin araloq kulib, yana namoz araloq qilganda. Qalqalab kulib ham tarang'ishib. Undan vaqtdan qayta tarif olinib yoki shu tarifga hisoblanadi. Qayta tarif ilish kerak. Endi meyada namozdan sirtida tarif sunamdi. Hanafi mazhab kitoblarida namozdan ichida qaqohlab qilsa tarif sunadi, namozdan sirtida qaqohlab qilsa tarif sunmaydi deb qayd qilgan. Sağlam bir atrafış anlaşılıyor mu? Başka anlasına hesap bulur mu? Bizimizin anladık acayip. Hanafi mazhab shunda. Lekin boshqa mazhabning qarashida qaqohlash tarif sundirgan narsa qatoridan emas. Hanafi mazhabning bu qaqohlashga akagan dalili aziz bo'lgan ekan. Mesela bazı meselede biz acize bir sekirde lekin seydilin badıda o. Lekin ma meselede seydil bulmagan ekan tarif sunmaydi degan qarash şu. Na'van ekan qaqohlash bilan tarif sunmaydi. Yani namozda turib qaqohlab qolsa, namozdan xushu bo'lmasa, namozdan ruhini yo'qotgan bo'lg'achqa namoz buzilib ketdi deyishimiz mumkin. Lekin tarif sunmaydi. Tarifni qaqohlash bilan sunmaydi. Biz amal qilishda qaqohlash bilan tarif sunmaydi degan qarashga amal qilsak bo'ladi. Namozlarni o'qish turgan vaqtda tish ko'rib qolsa tarif tuzib ketadi deb anladim. Tabassum shunday kirib ketadi yo'qmi? Ovoz chiqarmoqmi ekan? Shuni qatorish. Sonra oldingi darsdagi nimani tahoratdagi niyat va tartib deganni kelganda tahoratni mustahablari deganni gapirgan. Shuni oxirida innahu sunnatan va huwa al-asr o'shiksinga sunnat bo'lganligi sahihroq deb tondavsiz. Nimda yana mustahabga keldi. Hanafi mazhabda ikki narsa mustahabmi, sunnatmi degan bir taraddud bor. Taraddud bo'lgan ekan mustahab deb aytilib, qulab masalan matnida mustahab degan qarashni aytgan. Masalan aytgan kim ixtiyor deb sharhlagan chaqda sunnat degan qarashni tarjih qilib, lekin sunnat degani shu sahihroq dedi. Yani shu hisob. Ulamaning so'z qarashi shikil bo'lib qolgan. Na'van shu sunnat degan qarash shu hisob. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Minash-shaytonir rajim. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد زود كان كده
taharatni sundirdigan ishlar ustida to'xtalgan. Bugungi darsimiz g'uslning farzlari va munosib ahkomlari ekan. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. G'uslning farzlari og'zi burnini chayqash. Yuqorida tahoratning sunnatlari qatori sanagan o'sha ishni. Hozir farzlar qatoridan sanatidi. Nima uchun desa, tahoratni yuvish kerak bo'lgani yuzda. Bir so'zlamasa kurashgan vaqtimizda yuz turani tug'a vaqtimizda shu qarab turadigan joy degan ekan, u og'iz burnining ichi, sirtqa qarab turadigan, ko'rinib turadigan joy bo'lmag'achqa uni yuvish farz emas degan. Lekin hozir men maqsad qilgani g'usl qilishda badanning hamma yerini yuvish degan ekan, shu og'iz burnining ichimi shuning ichiga kirib ketadi, yuvish lozim demoqchi. Va ghaslu jami'al badan, badanning hamma yerini yuvish. والفرق بينه وبين الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء. Biz bayatının gep şu. Tartağan çağda yüzünü juyuşku buyurulgan. Nağan iken ağzıdan burnunun içi yüz dairesi kirmeydi demek. والمواجهة لا تقع بباطن الأنف والفم. Ağız burnunun içi bilen yüzülünüş bulmaydı. Bu juyunuş bilen farkı وفي الغسل مأمور بتطهير جميع البدن. Yuyungan çağda bedenin hem yerine tazlaşkı buyurulgan. Ondan iken ağzının içi ve burnunun içimi yuyuşkı buyurulgan beden qatarıdan demek. Qala Ta'ala ve in kuntum junuban fattahharu. Şu taharet ayetinde ve in kuntum junuban fattahharu de buyurdu. Yani junub bo'lib qolsanglar, tuluq poklaninglar, tozlaninglar. Tahhara degan ma'noda hozir tatahhara ortiqcha pokizlik qilishni ko'rsatgan bir tafa'ala vazni. Fayajibu ghaslu jami' ma yumkinu ghasluhu min al-badani. Undan ekan, yuyalaydigan o'rin bo'lsa, yuyish lozim bo'ladi. O'z burnining ichini yuyalagan ekan, yuyish lozim. Illa batin al-ayni ala ma marra. Faqat lam ko'zning ishini yumsin bo'ldi. Yuqorida bu o'tib ketdi. Ya'ni ko'zning ishini yuyish mashaqqat ve zarar etkileşi mümkündür. Bihilafi batınil anfi vel femi. Yani bu közünün içi, ağız burunun içine okşamaydı. Haythu yumkinu gasluhuma. Bu ikisine yuyish mümkün. Jugul buludu. Ve la darara fihi. Hiç kanda ziyan kelmaydi onu yuyishdan. Feyecib. Ondan ki ziyan bulmadan iken, ayette tuluq paklananlar degan ekan, ağız burnunu çayqash lazım. وقد تأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة. Bu hadisin rivayette inne tahta kull şa'ratin janaba deb kelgan. Her bir mo'yninki ostida janobat bor, junublik bor demoqchi. Ala faballu sha'ra wa anqul bashra. Ala degan diqqat qilinglar demoqchi. Diqqat. Çaşını namdanla ve anqul bashra. Bedenning şu terisinde, bashra degan teri tarafı. Bedenning butun sirtqi tarafini pokizlanglar deydi. Faballu sha'ra degan iboraning o'rniga faghsilu sha'ra deb kelgan. Lekin bu hadis hamda hasan darajasiga yetish kerak. Ve yajibu isalul ma'i ila usulish sha'ri ve asna'ihi fil lihyati ve ra's. Çaş sakalınınki arlıklarga ve tiye tarafıga suvni yetkizish lazım dedi. Yuqorida tahlil lahya degandek masalada o'tganda. İlla iza kana dafiratan lil haraj. Yani fi rivoya lil haraj. Yani bu mazhab imomlardan kelgan bir rivoyatda o'rimchach, dafira degan ayollarninki o'rimchach. Bu ham chachmi deb qo'yamiz. Ayollarning o'rimchachi bo'lib qolsa, qiyinchilik bo'lib qoldi, chashni chuvib, yana uyab nima qilishda qiyin bo'lib qoldi deb, buning orliqlarga shu tegmay qolsa-mu mayli demoqchi. Fi rivoyat degan, ya'ni bu mazhabdan kelgan imomda bir rivoyat shunday, lekin yana bir rivoyatda shu o'rimchachning orliqlariga su tekkizish lozim. Asnaihi fil lihya degan ki asnaihi orliqlari arası.
Bundan sonra öğrenci çoğunluğa ahvalda jüyüş lazım. Aralıklarına teki suyu tekküzüş lazım. Ve sunanuhu en yagsile yedeyhi ve farcehu. Gusül kılışının sünneti iki kolunu ve avretini jüyüş. Demek ki yukarıda perzi diyenimizde gusül cemiyel beden dedi. Yani gusül cemiyel beden şunun içinde şu avretimi jüyüldü. Başka necaset ba bedel bulup şunun jüyülgen boğan iken gusül şundan zaten en tuan ölçemde vücut çıkan buldu. Yani ya da ataytan avretin bir jüyü, kolunu bir jüyütüş sünnet demekçi. Ve yuzilen necasete an bedenihi. Bedende kanda bir necaset olup kalsa aşını tolup tazıltış lazım. Hadir bedeni bütün su tükeşti ilgili tazıltılı demekçi. Yani bedendeki necaset mesela ya meni ya onundan başka bir necaset olup kalsa demekçi. Thumma yetavadda'u lis-salah. Andın namazı tartağındak taharat alıdı. Thumma yufidul ma'a ala cemi' bedenihi thalatha. Andın suyunu bütün bedeniga 3 qatim töküdü yoki quydi. Albatta namozga tartgan chaqda ikki putini juyishni kechiktirib qo'ysin bo'ldi. Ha, g'usliga namozga tartgandek tartilib, undan keyin juyishni sunnat edibqo. Ha, putun juyishni kechiktirib qo'yib, keyin g'usl qilib bo'lgandan keyin andin juyingan o'rinda suv olishi mumkin, ya suv chasirishi mumkin. Matarif chiqib turib putni juydi deydi. Buni tartib bilan elish oldinma tahoratniki so'zlangan sunnat. G'usl qilganda mush tartib bilan elish sunnat. Nima uchun desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda tartib bilan olgan. Bu sunnatlik shu yerdan keldi hozir. Ma'noda ishidagi ovoz bilan burnini chaqash farz deb turibdi. Lekin mayada namozdan oldin sunnat, tahoratga sunnat etishga agar burni bilan og'zini chaqmash tahorat avvalida burni bilan og'zini chaqmaydi. Shuni Hesap buldu. Şu hesap. Peygamberimiz bir vaziyette taharatda ağız burnunu çayqashni farzimizde sünnet ekan. Lekin juyunishda cho'qim chayqish kerak. Shu taharat ag'anda chayqagan ekan shu hesap. Hakada hukiya guslu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning juyunigini mushunda rivoyat qildi deydi. Yani hukiya degan nima hozir bir xil ojiz siyg'a bilan bayon qildi. Hakada varada gusl Rasululloh sallallohu alayhi vasallam desak taxmin yaxshi. Chunki o Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qanday juyunganligi muttafaqun alayhi musayyidisi kelgan. Qalat Maymunatu yani zawjin Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummul mu'minin Maymuna bint al-Harith radiyallahu ta'ala anha wada'tu lin-nabiy sallallahu alayhi vasallam ghuslan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juyunish suyini akab berdim. G'uslan degani juyungan suv. Fagtasala min al-janaba. Şundan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janabatdan juyunda. Fa akfa al-ina'a. Akfa degan qochini dumkumtudi yoki qochini sinayan qilib suvni to'kdi demak. Bishimalihi ala yamini. Sol qo'li bilan tutib, o'ng qo'liga suv quydi. Faghasala kaffayhi. Ikki alqini judi. ثم أفاض الماء على فرجه فغسله. Ondan suvni avratiga quyib, avratini judi. ثم مال بيده على الحائط أو على الأرض. Ondan inişti demek. Mali degan mishada qo'li bilan da qo'lni suzib inişti. Ya yagi tekkizdi yoki tamg'a deydi. Shu junga o'rinda ya yaga quruq to'pi ya nam bo'lgan to'pi bo'lsa shuningga yoki tamg'a tekkizdi deydi. Fadalakaha. Shu tamni yoki zaminni uvladi. Uvladi. Uvlash. Mesela bir narsa jug'an chaqda uvlab juyimizga, ha, uvlash. Hozir shu tekkizgan qo'li boshqa rivoyatda so'l qo'li. Va so'l qo'li bilan avratin juda emasmi? Ha, najosatni tozalagan ekan, so'l qo'lni xuddi hozir biz sopini ishlatgandek tuproqqa suvab to'p bilan ya'ni qayta tozalayotgandek bir ahvol. Undan keyin hozir so'pining o'rnida. Ha, so'pining o'rnida. Ana shu chaqda sopini nima yo'q. Shu banasi bilan biz qachonsak masalan to'p bilan kul bilan judolashimiz otdi, shunga o'xshash. Nimaga so'l qo'lni to'piga tekkizib, uvlab, texmo sopindek foydalanib to'pidan pokizlamoqchi.
Thumma tamadmada vastanshaq. Ondan og'iz burnini chayqadi. Va ghasala wajhahu va zira'ayhi. Yuzini va ichki bilagini yuvdi. Va afada al-ma'a ala ra'si. Beshiga suv quydi. Thumma afada ala sa'iri jasadihi. Ondan qolgan badaniga suvni to'kdi. Sa'ir degan qolib qolgan qismi demak. Thumma tanahha. Ondan bir chetga chiqib turib, nahiya deymiz-ku biz. Sha'ning bir tarafidagi bir jutni nahiya deymiz. Tanahha degan bir chetga chiqib turib, faghasala rijlayhi tunjudu. Ya'ni shu yungan o'rinda suv yig'ilib qolgan bo'lsa, ishlatgan suvlar, putiga chachragan bo'lsa, shu o'rinda jumay matarafga chiqib turib, ondan putini chayqatdi demakchi. Wa yustahabbu ta'khiru غسل رجليه إن كانتا في مستنقع الماء. مستنقع الماء degan suv yig'ilib qolgan, ko'lchakda bo'lib qolgan, yo patqoqlab ketgan joy demakchi. Shunda o'rin bo'lib qolsa, ikki putini yuvishni eng oxirida yuvish. Kechiktirish mustahab. Chunki bir qatim yuvsa, yana bir qatim yuvmasa bo'lmaydi. Lima rawayna qaysades. Yuqorda Thumma tanahha faghasala rijlayhi degan ashadis shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam junub bo'lib, suv yig'ilib qolgachqa, chetga chiqib turib, ondan chiqib yuvgachqa biz shunday qilish mustahab deymiz demakchi. Va taharruzan anil ma'il musta'mal. Yana shu yig'ilib qolgan joydagi suvga ishlatilib bo'lgan suv bo'lgachqa, shundan saqlanish uchun taharruz saqlanish. Hozir qonunchilardan aqlimiz. Unda qilmoqchi. قال المصنف ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به. Yani hazır bayan qilmoqchi bo'lgan masala g'uslini qaysi ishlar vojib bo'ladi, qaysi ishlar bo'lgan chog'da g'usli farz bo'ladi demoqchi. Yujibuhu ghaybubatul hashafati fi qubulin aw duburin. Hashafa degan xatni qilgan chog'da avratining old tarafiga terini kesib o'tadi. Erlarning avratining uch tarafi desak, shu avratning uchi boshqa biraylarning oldi avratga yoki orqa avratga kirib g'oyib bo'lishi bilan g'usl vojib bo'ldi. Ya'ni bu jima va shunga o'xshash ishlarni ko'rsatadi. Qubul aw dubur. Dubur desak, haqmaqat desak bu livat, bachvazlikdek, manda qabih ish fahishini ko'rsatadi. Alal fa'il val maf'ul bih. Qiyguchi va qarshi taraf er ishkelanga g'usl vojib bo'ladi dedi. Hozir bu odamda mesela shunda bachvazlik yoki o'zining ayolidan boshqalar bilan zina qilish, billolash degan gapning gunohi haqida to'xtalmadimi? Biz fiqhni ta'rif qilgan chog'da nimdoq zahiriy amallarga qaratilib ketgan. Buning gunohi to'g'risida hech qanday gap bo'lmaydi. Mesela livatmi bu fahisha, qabih ish deb u to'g'riliq gap qilmaydi. Lekin g'usl qilishning ahkomi ustidan to'xtalib o'tadi. Aslida shuningni to'xtalib o'tishi muvofiqdir. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. Çünkü bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda degan. İki xatna uchrasa, ya'ni xatna qilingan avrat uchrasa demakchi. Xitanan degandan maqsad xatna qilingan avrat demakchi. Arablarda ayollarni xatna qilishimi bo'lg'achqa, bular xitanan desa er va ayolning avratini ko'z tutadi. İdal taqal xitanan er va ayolning avrati uchrasa va g'obatil hashafa erning zakarining uchi g'oyib bo'lsa, vajabal g'usl vojib bo'ldi deydi. Ba'zi rivoyatda va tawaratil hashafa deb kelgan. Anzala aw lam yunzil. Yani mani etilib chiqsin, mani chiqmasin, g'usl vojib bo'ldi dedi. قالت عائشة رضي الله عنها فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. من رسول الله صلى الله عليه وسلم bilan billa mush ishni qilib, yani jima qilib, biz jungan deb mush shar'iy hukmni bayon qilib qo'yish uchun er va ayol o'tirdi bo'lgan ishni aynan so'zlab berdi. Dinni yetkazish uchun. Mush rivoyat hozir
biz yuqorida bir qancha darsda Hanafi mazhabining kitoblarida ojiz rivoyatlar kelib qolishi mumkin, lekin bu shu mazmunda sahih hadis yo'qligini bildirmaydi deb takrorlab o'tgan. Masalan, shu masalaga kelgan mush rivoyatmi, mush lafz bilan ojiz bo'lishi mumkin. Lekin sahih Muslimda mush yaqin lafz bilan sahih hadislar bor. Masalan, "İza massal khitanul khitan" degandak, "İza jalasa bayna shu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl" degandak sahih hadislar bor. Wa kaza fi ad-dubur. Oq tarafga ayol kishining bo'lsin, er kishining bo'lsin, oq tarafiga yaqin kelgan ahvoldimi o'xshash. Li'annahu mahallun mushtahan maqsudun bil wat'i kal qubul. Chunki u odatda demaymiz endi. Ba'zi tabiati buzilgan kishilarningki nazarda shuyaga jimo qilishni xohlaydigan, yoqtiradigan bir o'rin. Kal qubul. Xuddi oldi tarafga o'xshash. Qandaysa shu tabiati buzilgan shunday odamlarning nazarida. Lekin sog'lom tabiatliklarda unda ahvol bo'lmaydi. Wa liqawli Ali radhiyallohu anhu tujibuna fihi al-hadd wa la tujibuna fihi sa'an min ma. Buningda g'usl vojib bo'lmaydi degan kishilarga Hazrat Ali bunda raddiya berib ekan. Mushunda bachchavozlik qilgan ya oq tarbiga yaqin kelgan kishilarga belgilangan ig'ir jazoni berisizlar. Ig'ir jazo bilan jazolaysizlar shu kishilarni. Al-hadd degan shariat bekitib etgan ig'ir jazo. Bekitmagan jazoni ta'zir deymiz. Masalan, qo'lni kesish, o'ltirish, chamma kesak qilish deganni hadd deymiz. Shunda ig'ir jazo berisizlar shu fohishiga. Wala tujibuna fihi sa'an min ma, bir sa, ya'ni 2,5 kilodek ya 2,5 litrdek shunchalik suvni ishlatishni vojib qilmamışlar deb e'tiroz bildirib ekan Hazrat Ali. Endi bu zinani Alloh taolo Qur'on Karimda "Va la taqrabuz zina innahu kana fahishatan va maqtan va sa'a sabila" dedi. Livatni Qur'on Karimda "Atunal fahishata" da fahisha deb atadi. Ondan Lut qavminingki fahish bilan shug'ullangan, ash ig'ir jinoyatni qilgan ash qavmni Alloh taolo ig'ir azob bilan jazolayotgan. Shaharni dumtum turatgan. Davom ekan, bu shu fahishning ig'irligini va ig'ir jazoga loyiq ekanligini ko'rsatdi. Shu ulamolar bachvazlik yoki livat jinoyati sodir qilganlarni ba'zilar kuydirib o'tiribmiz deydiganlar yoki igiziyatini tashlab o'tiribmiz deydiganlar mana ig'irroq usulda o'tirib jazolaymiz deganlar. Lekin buning jazosi shu Kitobul Hudud belgilangan jazo bo'limida bayon qilindi. Va fi ziyadat yajibu alal maf'ul bihi ihtiyata. Ziyadat degan kitobda asli maf'ulun bihi, ya'ni o qarshi tarafga, livatga qarshi tarafga g'usl vojib bo'lmaydi demakchi. Aslida shundaqda g'usl vojib bo'lmaydi, lekin ehtiyatan g'usl vojib deymiz degan qarash kelibdi. Endi o ziyodat degan qaysi kitob? Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiningki bizga fiqhda yetib kelgan kitoblar yo'q. Ba'zi kitoblar mansub qilinsin, lekin Abu Hanifaning o'zining yozgan fiqhdagi kitoblari yetib kelmagan. Lekin Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhi bilan Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhining yozgan kitoblari yetib kelgan. Abu Yusufning kitoblaridan Al-Athar degan kitobi bor. Ondan Ar-Radd ala Siyar al-Awza'i, Ixtilaf ibn Abi Layla va Abi Hanifa, Al-Kharaj, Adab al-Qadi, Amal al-Imam deganda kitoblar bor. Lekin Hanafi mazhabining asosli mazhab qarashlarini taqid qilsa, kitob yozib qoldirib, mazhabni taqid qilsa Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhi deb qaraldi. Imom Muhammadningki zohiri rivoya yoki navodirda kitoblari ikki turga ayrildi. Bu kitobning unda zohir rivoya degani noit ishonchlik degan rivoyatlar bor kitoblar. Navodir degan undan to'ndirib turdiganlari. Zohir rivoya degan kitobning ichida al-asl, buni al-mabsut deb ataydi. Unda al-jami' as-saghir, al-jami' al-kabir, az-ziyadat, siyar as-saghir va siyar al-kabir. Mush 6 kitob kutubi zohir rivoya. Yani Hanafi mazhabda Imom Abu Hanifadan shogird Muhammad ibn Hasan Shaybani rivoyat qilgan ishonchli rivoyatlar yozilgan kitoblar demakchi. Ziyodat degan mush 6 kitobning birisi.
Hem Cami'ul Kebir deganni İmam Ebu Hanifa'dan o'zi bevosita rivoyat qilgan, As-Sagir deganni İmam Ebu Yusuf'dan rivoyat qilgan, Siyarul Kebir, Siyarul Sagir deganmi shunda. Hem nima uchun bu kitob ziyodat deb atalgan? Cami Sagirda bayon qilmagan ortiq masalalarni to'plab kitob qilganlik uchun ziyodat deb atalgan. Hem bu ziyodatni iz bo'lgandan keyin yana ba'zi masalalar esiga kelib, ziyodatuz ziyodat deb yana bir kitob yozgan. Yani şu zahir rivoyat kitapları qatoridan İmam Muhammad ibn Hasan Shaybanining Al-Athar, Al-Hujja ala Ahlil Madina, İmam Malik mazhabiga raddiya berib yozgan kitap bu. Ondan İmam Malikning Muvatta degan hadis kitabini İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani rivoyat qilgan. İmam Malikning bevosita anglab rivoyat qilgan. İmam Malikning shogirdi. Burun İmam Malikning shogirdi bo'lgan. İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani. İmam Malikning Muvatta degan hadis kitabini nurg'un shogirdlar rivoyat qilgan bo'lsa, İmam Muhammad ibn Hasan Shaybanining rivoyati eng ishonchli rivoyat. Demak, Muvatta, İmam Malikning Muvatta degan kitobini rivoyat qilgan kitob, Al-Hujja ala Ahl Madina, İmam Malik va Ahl Madinaga raddiya yozgan kitob. Al-Athar degan kitobmi, shu kutubu zohir rivoyaga qo'shimcha qetilgan kitob. Yani g'ayri zohir rivoya yoki rivoyatun navodir degan kitoblar El-Keysaniyat, El-Haruniyat, El-Jurjaniyat ve Ziyadet-i Ziyadat bula Kutubun Navadir deymiz. Yani Kutubun Navadir bilan Kutub-u Zahir rivoyaning ikki xil qarash chiqib qolsa, o'xshamay qolsa, Zahir rivoya shu hisob bo'ldi. Demak, bu yerda Ziyadat degan kitob hozir shu Zahir rivoyaning qatoriga bir kitob. قال وإنزال المني على وجه الدفق والشهوة. Yani yuqorida jima va shunga o'xshash bir ishni qilib, mani chiqmagan ahvoldami shu jima bo'lganligidan usul vojib bo'ldi dedi. Endi bu yerda jima bo'lsin bo'lmasin, boshqa ishlar bo'lib qolgan bo'lsa-mu, shahvat bilan mani etilib chiqsa, dafq degan etilib chiqish. Mani etilib chiqsa, usul vojib bo'ldi. Li'annahu yujibul janabata ijma'an. Chunki manining etilib chiqishi hamma olimning ittifoqi bilan g'usl vojib qiladi. Demak, bu yerda hozir boshqa birisi bilan uchrashish yo jima degandek bir narsa bo'lmasa-mu, mani etilib chiqsa, qanday bir ahvolda, masalan, yolg'iz bo'lgan ahvolda, masalan, yo anonizm deymiz yoki jimadan tuvan ishlar bilan mani etilib chiqqan bo'lsa-mu, g'usl vojib bo'ladi. Fayajibul ghuslu bin-nas. Undan keyin mishadi g'usl vojib bo'ladi. Qaysi dalillansa bin-nas, oyat bilan deydi. Ayet iniq deganlik uchun nas degan iniq ehtimolligi yo'q bayon qilganlikdan demakchi. Masalan, fiqh kitoblarda hada nassun deymiz. Ba'zi dalillar bor, buningda ehtimollik. Shu mazmundan chiqib qoldigan yoki chiqmaydigan. Bu ehtimollik dalil bo'ldi, lekin nas degan hech qanday ehtimollik yo'q, iniq shu masalada kelgan dalil demakchi. Hozir nas degandan va in kuntum junuban fattahharu degan mushu oyatni ko'rsatdi. Ya'ni junub bo'lib qolsangiz degan o'sha inzal bo'lgandan keyin junub bo'ldi demakchi. Va sa'alat Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anil mar'ati tara fi manamiha anna zawjaha yujami'uha. Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rabdi. Sayyidga kelgan hadisda innalloha la yastahi minal haqq فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت deb kelgan. Alloh taolo haqni bayon qilishdan oyoq qilmaydi. Ayol kishi ehtilom bo'lib qolsa, yuvinish kerakmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza ra'atil ma degan. Suvni ko'rib qolsa, ya'ni mani chiqqan ahvolda demakchi. Faqalat va tahtalimul mar'a ayol kishi ehtilom bo'lamda deb so'rabdi. So'nki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taribat yadak fabima yushbihuha waladuha. Ayol kishidan mani kelmagan ahvolda u ayolning tuqqan bolasi qandaqsiga onasiga o'xshaydi ahvol bo'ladi. Cho'qim ayol kishidan keladi demakchi. Bu Sahih'dagi hadis. Ummu Sulaym radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ayol kishi eri bilan jima qilib tush ko'rsa, hukmi qanday bo'ldi deb so'rabdi. Qala alayhal ghuslu idza wajadatil ma. Mani chiqqan bo'lsa, yuvinish lozim dedi. Yani ayol kishi tush ko'rib, uyg'ongan chaqda kiyimida shu namlikni ko'rsa demakchi. Ya tara degan kurash mishada tushni ko'rishni ko'rsatdi. Walau kharaja la ala wajhi dafqi va shahwa. Endi mani etilib chiqmadi yoki shahvat bilan chiqmadi. Kama idza duriba ala zahri, masalan,
puchishga yoki dumbisiga qattiq urgan ahvolda, أو سقط من علو يعني إجزاء شوف كان أهل دا أو أصابه مرض يعني براك كسلك قربت أوغن أهل دا شهواتسز يعني إتل çıkma yaşında meni çıkpasa yani şehvetsiz ve etil çıkma halatda meni çıkpasa yecibul wudu dunal gusl kişiler edilmesi buldu. Gusl kılış etmeydi o. Kema fil mezi xuddi odatda mezi chiqqandek. Bu mezi etilib chiqmaydigan maniga o'xshash bir narsa. Fa innahu min ajza'il mani. Bu manininki bir qismi debdi. Demak, mazi chiqqan holda tartilib bo'ldi, usul vojib bo'lmaydi. Mani etilib chiqmasa yoki shahvatsiz kelgan ahvolda tartilib bo'ldi. Lakin lamma lam yakhruj ala wajhi ad-dafqi, demak bu mani hozir etilib chiqmagandan keyin lam yajibul ghusl. Usul vojib bo'lmadi. Yani şehvet bozma. Yani mazi çıkan ahvalda şehvet bo'lishi mumkin. Mesela bir narsani xiyol qilgan ahvolda, bir narsani o'ylagan ahvolda chiqishi mumkin. Undan keyin etilib chiqish bo'lmag'achqa shahvat degan narsa bo'lsa-mu, mazi chiqqan chog'da g'usl vojib bo'lmaydi demak. Yani her ikkalisi tepilishi lozim. Etilib chiqish va shahvat. Thumma ash-shartu infisaluhu an mawdi'ihi an shahva. Yani bir shartda yuqorida masalan ad-dafq degan bir shart bo'ldi, shahva shart bo'ldi. Üçüncü şartı öz joyidan, öz makonidan shahvat bilan ayrilgan bo'lishi lozim. Öz makon degan shu mani paydo bo'lgan joy. Börek desak masalan, börekka o'xshagan shunda mani ishlab chiqariladigan, mani to'plashib turadigan joydan boshqa yerga qo'zg'algan chog'da shahvat bilan qo'zg'algan bo'lishi lozim. Lianna bidalika yu'rafu kawnuhu maniyan wa huwa shart. Çünkü aşında ahval bo'lsa, bu mani ekan deb bilalaymiz. Mani bo'lishi shartmish tushgan narsaninki, usul vojib bo'lish uchun. Va endi Abu Yusufning nazarida xurujuhu anil udwa. Abu Yusuf usul vojib bo'lish uchun badanning ichidagi mani to'plashib turgan joydan o'tkazishda shahvat bo'lish kerak emas deydi. Lekin badanning sirtiga chiqishda shahvat bo'lsa, usul vojib bo'ldi deydi. Endi u ikkisining farqi nima? İkisinin farkı mesela şehvet qo'zg'alib, mani o'z makonidan qo'zg'alib, ma'lum bir yerga kelibdi bedanning, sirtiga chiqmabdi. Keyin shahvati pasayganda mani bedanning sirtiga chiqqan bo'lsa, Imom Abu Yusuf shu bedanning sirtiga chiqqan chog'da shahvat bo'lmagandan keyin g'usl vojib bo'lmaydi deydi. Lekin Hanifi mazhabga hisoblangan qarash yoki ikki imomning qarashi shu bedanning mani to'plashib turgan joydan qo'zg'alishda shahvat bilan qo'zg'algandan keyin o'z makonidan chiqqandan keyin garchi badanning sirtiga chiqmagan bo'lsa-mu, g'usl vojib bo'laverdi. Keyincha shahvat pasaygandan keyin badanning sirtiga chiqsa-mu, lekin tigida o'z makonidan qo'zg'alishda shahvat bilan qo'zg'algandan keyin g'usl vojib bo'laverdi demakchi. Yani Abu Yusuf taptı, yo'q badanning sirtiga chiqqan chog'i shu hisob, badanning sirtiga chiqsa yani şehvet pasaygan chog'da chiqqan bo'lsa-mu, hisobli anna hukmuhu inma yathbutu ba'da al-khuruj fa yu'tabaru hina idhin. Demak, Abu Yusuf hozir badanning sirtiga chiqqan chog'da, shu chog'da shahvat bo'lsa, undan g'usl vojib bo'ldi demak. Lekin shahvat pasaygandan keyin chiqqan bo'lsa, g'usl vojib bo'lmaydi. İkisining farqi shu ekan. Qala wa inqita'ul haydi wan nifas. Hayz bilan nifasninki to'xtashimi g'usl vojib qiladigan ishlardan. Amma al-hayd fa liqawlihi ta'ala hatta yattahharna bit-tashdid, tashdid bilan o'qilgan qiroat deydi. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله degan mush oyatga hatta yadhurna degan ibora hatta yattahharna deb qiroat qilingan. Mushu mushaddad holatga kelgan qiroat dalil deydi. Qanday dalil? Vajil istidlal tuanlikcha. Mana min qurbanihinna hatta yagtasilna. Yuyungan qadar ezdan saqayib paklangan ayollarga yaqin kelish cheklangan deydi. ولولا وجوبه لما منع juyunish vojib bo'lmagan bo'lsa, unda to'sib juyunib bo'lgacha yaqin kelma degandan keyin juyunish vojib ekan deb tushundik deydi.
وأما النفاس فبالإجماع نفاس hakkında nifasdan saqayğanda juyunish kerak degan aniq bir nas dalil yo'q. Oyatda hadisda aniq ko'rsatmadi deydi. Lekin ulamolar birdek ittifoq keldi. Ittifoq kelishninki asosi nima desa qiyos. Ya'ni hayzga qiyos qilish deb bor. وكذا يجب على المستحاضة إذا كملت أيام حيضها hayz kunlarini tamamlab, mesela 6 kun hayz ko'rgan bo'lsa, 6 kunni tamamlagandan keyin hayzdan sirt yana xun kelgan bo'lsa, shunda kasal giribdi bo'lganlar, hayz kunlarini tamamlagan chaqda xuddi saqaygan odam hayzdan saqayib juniganga o'xshash, shu xuni davomlashligiga ayollarmi juyinishi vojib. لأنها في أحكام الحيض كالطاهرات. Çünkü bu hayz ahkamlarda hayzdan shunda tamamlangandan keyin pak ayollar o'xshash hukmni bo'ldi. Qala wa man istayqaza birsi uyg'ondi fawajada fi thiyabihi maniyan aw madiyan fa alayhi al-ghusl. Kiyimida maniya mazidak shunda bir shaltaqliq desak bo'ldi. Unda bir kiyimi shaltaq bo'lib qolgan ahvon ko'rgan bo'lsa fa alayhi al-ghusl. Juyinishi lozim. Juyinishi farz. Amma al-maniyu fa li qawlihi sallallohu alayhi vasallam kiyimida mani ko'rgan ahvolda juyinishning dalili bo'lsa, man zakara hulman va lam yara balalan fala ghusl alayhi. Birisi ihtilam bo'lganligini aslida shunda bir ishni ko'rganda qilgandim deb, lekin kiyimiga qarasa hech qanday namlik, hech qanday bir nima bo'lmagan ekan, bu juyinmaydi dedi. Va man ra'a balalan, endi kiyimida shunda bir namlikni ko'ribdi. Va lam yazkur hulman, lekin tush ko'rgaysi yo'q. Bu chaqda fa'alayhil ghusl. Juyinish kerak. Nima uchun? Balki bu unutib qolgan bo'lishi mumkin. Shukrat. Wa amma al-madi fa fihi khilafu Abi Yusuf. Endi mazi masalasiga kelsak, masalan, kiyimida mazini ko'ribdi. Endi uyg'ongan chaqda kiyimida mazimi, u manimi farq etishi bir gap endi. Endi mazi deb ayirgan ahvolda Abu Yusuf boshqa qarashda. لأن المذي لا يوجب الغسل. Çünkü mazidga odatda uxlagan chaqda emas, uyg'oq chaqda chiqqan ahvolda g'usl vojib qilmaydi. Kama fi halatil yaqda, uyg'oq chaqda. Undan keyin uxlagan chaqdami g'usl vojib qilmaslik kerak deb uyg'oq chaqqa uxlagan chaqni qiyos qilib o'tdi. Valana degan ibora bu istilohiy ibora. Nima degan bo'ldi? Bizden dalilimiz, yani lana degani daliluna degan bo'ldi. Abu Yusufga qarta bizden dalilimiz anna zahira annahu mani. Ko'pincha ehtimol, yani 90% bunun maniligi ko'rinibla turdi, chiqib turdi. Qadraqqa suyulib qolgan, suyuqroq bo'lgan mani bo'lishi mumkin. Keyin ondan shu kiyimlikda bir namlik, ho'llikni shakllantirgan demakchi. Fayjibul ghusl ihtiyatan. Shuna ehtiyot qilib juyinish lozim. Balki mana yo'lab qolishi mumkin. Wal mar'atu idha ihtalamat, ayol kishi ehtilam bo'lsa o'xshash. Walam tara balalan in istayqadat. Ehtilam bo'libdi, ya'ni tush ko'ribdi, lekin kiyimida hech qanday namlikni ko'rmabdi uyg'ongan vaqtida. Wa hiya ala qafaha. Endi u ayollarning ahvolida sal tafsiliy bayon qilibdi. Ayol kishi wa hiya ala qafaha degan o'ngdisqa uxlabdi ekan. O'ngda yetib uxlab tush ko'ribdi, lekin kiyimida hech qanday namlik ko'rmagan ahvolda yejibul ghuslu li ihtimal khurujihi thumma audati. Mani chiqib, yana qayta yenib kirib ketgan bo'lish ehtimoli bo'lg'achqa juyinish lozim. Ehtiyot qilib deydi. Lianna zahira fil ihtilam al-khuruj. Chunki ko'pincha ahvolda ehtilam bo'lgan chaqda mani chiqishi turganligi gap deydi. بخلاف الرجل لكن أركشله قنداماس فإنه لا يعود لضيق المحل مني çıkan ahvalda o südük yolu tar boğaçka qaytib kirib ketalmaydi. Ve in istayqadat ve hiye ala cihatin ukhra la yajib. Mesela yan tarafına besip yatkan yoki düm yatqandek başqacha bir xil yatqan bo'lsa, o chaqda namlik ko'rmagan bo'lsa-mu, tush ko'rgan bo'lsa, o chaqda g'usl vojib bo'lmaydi. قال وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة. إشكيتقى جمعة وإحرام بغلغان چغدا جونش سنة طور. وقيل مستحب.
Hanifi mazhabda ba'zi ulamolar mustahab deb qaragan. Fa innahu yawm izdihamin. Chunki mush kunlarda qattiq besqilab ketilgan, odamlar ko'plab ketilgan kunlar. Fa yustahabbu kay la yata'adha al-ba'du bi ra'ihati al-ba'd. Shuna kishilar bir-birininki ter puruqi masalan va boshqa puruqlar bilan azarlanib qolmasligi uchun mustahab bo'ladi deydi. Wa adna ma yakfi min al-ma'i fi al-ghusl sa'an. Hamda tarat olgan chaqda eng tuvan miqdorda yetarlik bo'ldi deb qaragan suv miqdori 1 sa deydi. 1 sa degan jumhurning qarashida 2 kilo 40 gram. Hanifi mazhabda 3 kiloga yaqinroq. 2 kilo 800 gram atrofida. Litr sundusak 2,5 litr desak bo'ldi jumhurning qarashida. 2,5 litr suv bilan yunsa eng aqalli vacib ado bo'ladigan miqdor shu deydi. Va fil wudu'i muddun. Ta'an chaqda 1 mud miqdori suv bo'lsa bo'ldi. Mud degan 1 saninki 4dan biri. 4dan biri bo'lgan ekan 500 gram 600 gramga yaqin bir narsa. Was-sa'u 8 artal. Endi ratl deb buni o'lchab qolsak 1 sa 8 ratl bo'ldi. Wal muddu ratlan. 1 mud 2 ratl bo'ldi. Lima ruya anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yaghtasilu bis-sa'i wa yatawadda'u bil-mudd. Nimush ang tuan miqdori mushu dediqsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bunda rivoyat qilingan. Lima ruya emas, lima sahha desak bo'ldi. Chunki bu sahihin kelgan rivoyat. Anas radhiyallohu rivoyat qilib anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. 1 sa degan 4 mud, ya'ni 4 bilan 5 mud atrofida suvda yunitdi va yatawadda'u bil-mud degan. 1 mud miqdori suvda tarat oldi deb Sayyid Buxoriyda kelgan. Buning dalili aniq. Endi o'chaqda suv qisib suvni shunday ayab buzib chashma ishlatdi. Thumma ikhtalafu hal al-mudd min as-sa'i am min ghayrihi. Ashu 1 mud, ashu ishlatilgan 1 saninki ishidimi yo sirtidimi dedi. Masalan, tartilishqa 1 mud ketadi dedik-ku. Yunishga 1 sa ketadi, biz tartilib undan keyin yunitda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan ekan, hozir tartilishi va yunishga hammasiga 1 sa ishlatamdi yoki tartilishga 1 mud, yunishga 1 sa, demak 5 mud ishlatamdi demakchi. Ve hada leysa bi takdirin lazım. An bunda jinski bekitish zurul emas. Hatta law asbagha al-wudu'a wal ghusla bidun zalika jaza. Asbagha degan to'liq mukammal qilsa degan bo'ldi. Hechcha qapqanmasa degan gap. Hamma yana joyida yursa. Shu 1 soatdan az miqdorda hamma yana hina juyalaydigan bo'lsa, amliyat juyamaydi ta'simni. Juyalaydigan ahvol bo'lsa, uningda az suv ishlasin mayli. Chunki maqsad bu yerda badanni yuvish. Az su ishlatsa jaiz bo'lardi. Maqsad ado bo'lsa. Walau igtasala bi akthara minhu jaza ma lam yusrif. Uningdan jiqroq suvda, masalan, hozir biz uningdan jiqroq suvda yuyinamiz. Bunda bulab qolsimi, mayli, lekin isrof qilmasam bo'ladi. Chunki isrof qilishi o'shada makruh qarildi. Qala wa la yajuzu lil muhdith wal junubi massul mushaf illa bi ghilafihi. Tart yok kişi, cünüp kişi Kur'an-ı Kerim'ni gılapsız tutsa olmaydı. Gayril müşerraz. Bu tutsa olmaydı diyen Kur'an nimase? El müşerraz çaplı ötülgen, tiki ötülgen. Mesela bu kitaplar hazır, mukavvesi bir tutaş, ayrı olmaydı. Gılap diyen şunun kapçıkı. Gılıpı deyim, bıçağının gılıpı deyimiz o. Kur'an-ı Kerim'ni sep koyduğun bir halta yoki bir muqavini yandashtirib muqavil olgan bo'lsak, bu g'ilab bo'ladi. Mesela elib sağlıldıgan, ajratılgan g'ilab bo'lib qolsa, g'ayril musharraz. Elib sağlıldıgan qapchiq yo'q ekan, ya xaltisi yoki jilddan yo'q masalan, ha. Shunda qo'shimcha muqavisi yo'q bo'lgan ahvolda tusib bo'lmaydi. Big'ilafi degan, shunda qo'shimcha yo'qaydigan bir narsa bo'lib qolsa, shundan tutamiz.
Delil nima? Qavlihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Buni poklanganlardan boshqalar tutmaydi degan mush oyat. Wala ba'sa an yamassahu bikummihi mana. Bikummihi degan yengi bilan tutsa. Yengini qo'lga kelib turib, shu bilan ya'ni kiyim bilan tutsa demakchi. Mush palaymi shunga o'xshash. Palay bilan yoki yengi bilan tutsa bo'ldi. Va karihahu ba'dum. Ba'zi olimlar shu yengi bilan yoki palay bilan tutishni makruh deb qaradi. Kichik tarif yo'q. Junub cho'ng tarif yo'q. Lekin mush masalada la masuhulal mutarmush to'rt mazhabda asosan mushunda qaraydi. Ba'zi olimlar la yamassuhul mutahharun yana la yamassuhu degandiki damirni lavhul mahfuz deb qarab, chunki oldida fi kitabin maknun dedigo al mutahharun yana farishtalar deb qarab tarixsiz tusi bo'ladi dedi. Junublarga qarta tusi bo'lmaydi deb qarasam, lekin tarixsiz tusi bo'ladi deb qaraydi Alloh. Wala yajuzu lil junubi qira'atul Qur'an. Junub kishi Qur'on o'qisa bo'lmaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. Heyzda ayol yoki junub kishi Qur'ondan hech nimani o'qimaydi degan bo'g'achqa. Mana bu hadisda o'qimaydi dedi, ha? Bu hadis aciz. Yani boshqa yo'llarini chiqib akagan chaqdi bak kuchab dalil qilsak hasan li g'ayrihi bo'lishi mumkin. O'zi hasan darajasi emas. Undan keyin Hanafi mazhab shuni dalil qildi. Wa an at-Tahawi annahu yajuzu lahu ba'd aya. Hanafi mazhab hadis olimlardan Imom Tahawi, o'sha aqida Tahawiyaning muallifi, bu kishining o'sha qal'aning ost tarafida Imom Shafi'i yoki shu Imom Layth degan joyda qabrisi bor. Bu kishi debdi annahu yajuzu lahu ba'd aya. Heyzda ayol yoki junub kishi oyatning unda bir qismi, masalan in kuntum junuban fattahharu yoki in kuntum junuban fattahharu endi bir oyatni butun emas yerimdan ya bir iborani o'qisa mayli debdi. Wal hadithu la yufassil. Wal hadithu la yufassil degan mush ibora hozir Imom Tahaviy radiya. Imom Tahaviy bir oyatni to'liq o'qimay, unda bir iboradan o'qisi bo'ladi. Masalan, yoki ustozi tinshavitib shogirdiga topolmagan, ya'ni xato qo'yganda bir iborani deb bersa, luqmasab qo'yib bo'ldi degandek. Bunda qaragan bo'g'achqa mush hadisni biz dalil deb ko'rsatgan ekan, shay'an minal Qur'an dedi. Bunda yarim oyat ya bir oyat deb tafsili bayon qilgan ekan, yarim oyat bo'lsa-mu o'qisi bo'lmaydi demakchi. ولا بأس بأن يقرأ شيئا منه لا يريد به القرآن. Qur'on o'qiyma, Qur'on o'qitma deb unda emas, lekin boshqa bir zikr, tasbih aytish masalan. Mazmunda bir oyatni o'qib qolsa mayli deydi. Masalan, bir ishni qilmoqchi ekan Bismillahirrohmanirrohim debdi. Yoki so'zlamoqchi ekan masalan Alhamdulillahi robbil alamin debdi. Yoki duo qilmoqchi ekan, Qur'on kamda oyat kelgan ba'zi duolarni Qur'on o'qish maqsadida emas, duo qilish maqsadida o'qigan bo'lsa mayli degan. Endi o'sha Qur'on yodlayotganlar, Qur'on o'qiyotgan va o'qitayotganlar bularni o'qish to'xtab qolmaslik uchun Hanafi mazhabda shu ajizroq hadisga tayangan bo'lsa-mu, lekin innal mu'mina la yanjus degandek sahih hadislar bo'lg'achqa junub bo'lsa bo'lmaydi deb, junub degan bir soat kechikib qolsa mayliga yuyinsa o'qiladigan bo'ldi. Lekin ayizda masalan 5 kun, 6 kun o'tirib ketgan ahvol bo'lg'achqa Qur'on yodlashi va o'qitishi to'xtab qolmaslik uchun Ibn Abbas radhiyallohu anhuning fatvosi va bu masalada, ya'ni Imom Malikning bo'ludi degan qarashi va hatto Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhiningki agar yodlig'ini unutib qilishidan ansirab qolsa, hayzda odatini o'qishi vojib degan qarash bo'lg'achqa biz bularni diyorimizda Qur'on yodlab o'qitib qilayotganlarga o'qiyasi bo'ldi. Falak yo'lib yoki g'ilib bilan tutib o'qisi bo'ldi deb qilyapmiz. Va yajuzu lahu zikr va tasbih va duo. Junub ya hizdar zikr qilsa, subhanalloh masalan, alhamdulillah, tasbih, duo qilsa bo'lardi. Ya'ni Qur'onning iborasidan boshqa ibora bilan qilsa demoqchimi edi? Ey Alloh, unda bir
iltifot qilsalar duo qilibdi masalan. O'zining iborasi bilan, tasbih qilibdi o'zining iborasi bilan, zikr qilibdi o'zining iborasi bilan. Lekin yuqorida ash zikr tasbih qilsin Qur'ondagi ba ibora bilan, oyat bilan ashunda zikr tasbih qilsin mayli dedi. Yerdan o'zining iborasi bilan zikr tasbih duo qilsa mayli bo'lardi. Li'annal man'a warada anil Qur'ani xassa. Chunki cheklash bu yerda faqat Qur'on Karimdan cheklab keldi. Qur'on o'qimaysa deb, uning boshqa duo tasbih zikrlar cheklanmaydi. ولا يدخل المسجد إلا لضرورة. Hayızda ve cünüp kişi mescide zürün işi olmasa kirmeydi. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la uhillul mescide li cunubin ve la haidin. Cünüpka hayızdaga mescidine alal kılmayma, kirişi ruhsat kılmayma diyen. Yukarı hadis hasan derecelik hadis. Fa in ihtaca ila zalika tayammum. Eğer mescidga kirish zürriyet olab qalsa tayammum qilib andın kirdi. Yak so'lab qalsa kishi tartilib kirdi desak bo'ldi. Li'annahu taharatun 'inda adamil ma. Chunki tayammum degan shu topolmagan chaqda bir xil pokizlanish, taharat hisoblanadigan narsa. Wa innama fil masjidi fa ajnaba. Unda masjidda uxlab qolgan. Masalan, ba'zi etikab turgan ahvollarda yoki masjidda qaramilib turgan ahvollarda junub bo'lib qolsa, qanday qiladi bo'lsa, qila la yubahu lahu al-khuruj hatta yatayammam. Tayammum qilmay chiqmaydi. Ya'ni hozir chiqish uchunmi shu masjiddan menish kerakda, undan keyin turgan joyida tayammum qilib o'tib, ondan mangdo demoqchi. Va qila yubahu. Ba'zilar yo'q, tardag'i chiqyapti bo'ldi debdi. Ana shu hayzdaninki masjid kirish masalasi. Islom masjidlarda namoz o'qish uchun kirmaydi desak, undan boshqa islom tabliğ bo'lgan, ba'zi nasihat bo'lgan, islom tashviqoti bo'lgan ahvollarda kirish bo'lamdi, bo'lmamdi degan masalada shu dalillar shunda bo'lg'achqa olimlar ishqil qarash bo'lib qolgan. Hozir akagan hadis hasan darajalik hadis. Ba'zilar o'tib ketishga ruxsat qilgan, masjidning o'rtasi bo'lmaydi deb. Ba'zilar masjidning namoz o'qiydigan xonqasi masalan asas joyda emas, hovlisi ya ikkinchi qavat qo'shimcha bir supa masalan shunda joyli bo'lib qolsa ashar o'tirdi deganlar bor. Yana shu mayit namoziga chiqish masalasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda o'tiradigan ayollarga hayzda holatdami shu maydon mayit namozini maydonda o'qiydi. Maydonga chiqsin deb buyurgan. Kiyimi yo'q ayol bo'lib qolsa, sirtda kiyadigan kiyim yo'q. Burunqi vaqtda namratchilikda shunda yo'q ahvolim bor. Kiyimi abayisi yo'qlar bo'lib qolsa, endiki tuqqanlari ya tunishlari abay berib tursa, chiqsin, musulmonlarningki jamoatini ko'rsin, musulmonlarning duo talab va islom tashviqoti xutbasi masalan shuni anglasin. Lekin namoz o'qiydigan yerda turmay, bir chetda tursin degan hadislar bor. Yani Müslümanlar cemaatini aşında heyit namazı körsümü bazı Müslümanlar az sallık boğan biçare jutlarda Müslümanlığınki jürike sel canlından gepim. Müslümanlığın sanıcı hemmelen zikir tesbih tekbir eğitip namazı okutkalatı olsa sel korkmaydıgan. Kapırlar bizni bak bozakıp ketmegidek diyendek bunda bir faydalı tarafım bağımdı. İslam teşvikatını anlaydı, dua talepki katlaşıdı. Lekin eğitgah, eğit namaz okuyduğun yerine eğitgah deyimiz. Eğitgahның özüde namaz okuyatkanlar qatarıga tizilip durmay bir yaqıda tutturdu degan. Bu manda şu o'rinni deb qalsak, masjidga kirsa bo'lmaydi degandek mazmunni ko'rsatish mumkin. Lekin hozir sharoitda bizning diyorimizda bu masjidga kirib tashviq anglash o ishlar yo'q. Agar bo'lib qolsa, shunda bir ho'ylisi, supisi ya qo'shimcha bir ho'yli aramlarda turib Müslümanlarınki dua talepleri ve İslam teşvikatının bahraman boğusu buludum. وَالْحَائِدُ وَالنُّفَسَاءُ كَالْجُنُبِ فِي جَمِيعَ ذَلِكَ. Şu kırıkışlarda heyzda olsun, nefaslar ayal olsun, nefaslar ayal dediğimiz şu tuğutun keyin kan kilovatkan ayal. Bu cünubku okşaş, şu kırıkışlarına hem müstahit. والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شنو يا الباما؟ Tarih ama okusunu buldu.
Gerçi to'rt mazhabda taharat ilib o'qish lozim degan bo'lsa-mu, lekin taharatsiz o'qisin bo'ldi. Taharat bilan o'qish afzal, taharatsiz o'qisa joiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahabatihi ve men ittaba'uda. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve cealna minel raşidin. Amma ba'd. Biz o'tgan darsda g'usl ahkamlarini bayon qilib o'tgan. Bugun suv ahkamlari ustida to'xtalganmiz. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر وماء العيون والآبار. Hani bazı kitaplarda aldılan suyun ahkamlarını bayan kıldı, bazıda taharat ahkamını bayan kılıp andın su ahkamlarını bayan kıldı. Ma kitapta başta taharat ahkamlarını bayan kıldı, şimdi hazır su ahkamlarını bayan kılıvatıdı. Yani suyunu ikiye bölüp at-tahir el-mutahhir dedi. At-tahir fi nefsi degan o'zi pakiz. El-mutahhir li g'ayri degan boshqa narsani tozalay oladigan, pokizlay oladigan. Tecuzu at-taharatu bil ma'i at-tahir fi nefsi el-mutahhir li g'ayrihi. O'zi pakiz, boshqa narsani pokizlay oladigan suvda taharat asl. Yani odatdagi shu biz bildigan suvlar. Kelmatar, mesela yağmur, qar suyunu eritib, yani möldir suyunu eritib işletsimi şu matar hükmüde. Ve ma'al uyun, ma'al uyun degan bulaqlar, bulaq suları, vel abar quduq suları. Bundan başqa daryo, denizlarning suları mı şunda? Ve in taghayyara bi tulil mukthi. Uzun muddat turib, azroq bir xil o'zgarib qolgan bo'lsa-mu, yani su olganken taharatasi buludu dedi. Vel aslu fihi kavluhu ta'ala. El asl diyen söz müşahede delil diyen manda. Bunun delili Allah Teala'nın sözü. Ve enzelna mine's semai ma'an tahura. Tahur pakiz, paklıqçı diyen manda bo'lishi mumkin. Osmondan biz paklaydigan suvni tushirib berdik dedi. Demek su pakizlaydigan bir modda tartilish buludu dedi. Ve tavadda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min abaril Medine. Resulullah'ı Medine'deki quduqlarning suyudan tartagan. Ve qala el ma'u tahurun la yunajjisuhu shay illa ma ghayyara ta'amahu aw lawnahu aw rihahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu Medine'deki quduqlardan taratilib, shunda degan. El-ma'u tahurun, su pak narsa. La yunajjisuhu shay. Uni hech narsa mehnat qilib o'tmaydi. Faqatla mehnat bo'ldi deydigan vaqtimiz ma ghayyara ta'amahu. Uning ta'mini o'zgartirib o'tib qolsa yoki rangini o'zgartirib o'tib qolsa yoki firqini o'zgartirib o'tib qolsa mehnat oldu deymiz. Lekin bu hadisninki el-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay degan shu ismi sahih rivoyat kelgan. Ammo undan keyingi illa ma ghayyara ta'amahu aw lawnahu aw rihahu degan ojiz rivoyat kelgan. Lekin ulamolar mush uch narsa o'zgarib ketib qolsa, masalan ta'mi yoki firqi yoki rangi, uch narsa o'zgarib ketib qolsa, undan bunun pakizligiga daxl etkizdi deb ijmo qilgan. Demek mazmun to'g'ri yana. Wa tulul mukthi la yunajjisuhu. Uzun muddat tursa, masalan bir kukka yoki bir to'ng'a yoki bir ko'lchakka uzun muddat suv qachilib qo'ygan ahvolda boshqa bir o'zgartiradigan narsa bo'lmasa, pokizlik holatida turaverdi deydi. Qala va yajuzu bima'in khalatahu shay'un tahir. Yani pakiz bir narsa aralashib qolgan suvlab qolsa, tartasi bo'lardi dedi. Shay tahir deganda misol ko'pincha qattiq narsani bildirdi, suyuq narsa emas. Yani bir mazhabning kitoblarida qattiq narsa aralashib qolgan bo'lsa deydi. Faghayyara ahada awsafi. Qattiqroq bir narsa aralashib qolib,
sifatlardan bir sifatni o'zgartirib ya ta'mini, ya rangini yoki purqini o'zgartirib qo'ysa, mayli bo'laverdi deydi. Va lam yuzil riqqatahu. Shuning suyuqligini o'zgartirib o'tmasa, quyultirib o'tmasa demakchi. Ha, riqqatahu degan suyuqlikni. Suyuqligiga ta'sir yetkazmay, masalan, do'g'abda qilsa bo'lmaydi. Yani suyuq suvda holatda bo'lsa demakchi. Kaz za'faron, masalan, zapa to'kilib ketdi bir suvga. Yoki hozir choy deymiz masalan. Qaynoq suvga ya suvga choy to'kilib ketib qolsa, uni ozroq siriq rang chiqib qoladi. Lekin suyuqlikni o'zgartirib o'tmasa, shuning taratasi bo'ldi demakchi. Lekin endi choy bilan birga qaynatib pishirgan bo'lsa, balki pishirish jihatdan bo'lmaydi deyish mumkin. Lekin pishirmagan ahvolda taratasi bo'ldi ekan. Wal ushnan deganmi shu bir narsani yuvish qilishga o'simlik. Urug'va o'simlik balki yuvg'ich bo'lishi mumkin. Hozirgi bozorda sotilayotgan yuvg'ich. Shu o'z vaqtida hozirgi biz ishlatayotgan so'pinning o'rnida ishlatiladigan o'simlikdan iborat. Bizning Uyg'urlarda yuvg'ich qilib ishlatilgan og'icha o'simlikka shu bo'lishi kerak. Va ma'il madd degan suvninki masalan o'rlab pasish masalasi bor. Masalan deniz shuni al-madd val jazar deydi. O'rlab to'lishi, ba'zi daryoninki ustoning saloblikka teshib ketishi mumkin. Bu odamda sal suvlari demakchi. Sal suvlari yuqorida biz qattiq narsa kesdik-ku. Sal suvlarida layva, qizil layva. Shunda bo'lsa-mu tartasi bo'laverdi demakchi. Va fil labini rivoyatan. Bu laban bo'lishi mumkin, labin bo'lishi mumkin. Ko'pincha ehtimolda labin. Chunki biz hozir qattiq narsalar tushib ketib qolsa deb faraz qildik. Ma iborada. Endi yuqorqi narsalar mesela shunda qattiq narsalar. Ammo oxirgi va ma'lumot bu suyuq. Lekin suyuq bo'lsin, lekin buning to'pi bor. To'pini bil kelgan bo'lg'achqa shu qattiq narsa tushib ketgan hisobda. Undan keyin laban degan so'zni labin deb o'qsak, xam qish. Masalan, suvga xam qishdan bir tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin azroq hamda to'pirangi yoki shunda ta'mini lay ta'mga o'zgartib qolsinmi? Cho'ng masala yo'q. Tartibli bo'ldi demak.